Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysı yerlərdə yaşayotgan möhtərəm vətəndaşlar, həmmənlərə Allah'ın salamı, rəhməti olsun. Hidayət ikram, xoş gəldinlər. Möhtərəm görünmən dostlar, bugün dəxtanlarga yana Qur'an'dan nəzərnamə proqramımızın davamını davamlaşdırırız inşallah. Həqiqətən təs, köngen, adətlənген, özümüz yaşap çoğalğan bir muhitdən yetkelməkimiz. Əgər bu bizim etiqadımız, turmuş örf adətlərimiz və bütün vücudumuz singen bolsa, o çağda texnik təsdiqlənir. Bunu şunun üçün oturup qoyulayotgan haqiqat bizga açıq tuyulyotidi. Təvəkküllik bilan anlayotgan qarindoshlarga və g'azab bilan yerlayotganlarga, har xil shaklda hukmlarga aldirayotgan qarindoshlarga, dardini chiqaramay ustidan topamayotgan boshqa vatandoshlarni hammalarga bag'rimizni yoqamiz. Hammalarga Allohning salomini salom deymiz. Biz sizler yaşayotgan bu geçmişlerini, bu ruhi basmışlarını yaşayıp öttük. İnşallah karanlık tügüse yoruluk çıkımız. Bunun için biraz akıl, tefekkür, tirişçallık, sabırçallık, işte insana lazım olan hemen nasıl lazım. Bu da ilim bir güneşke. Kıymetli diqqətinizə programımızın devamlı olsun. Assalamu alaikum, ustaz, hoş geldin. Wa alaikum assalam. Qanday vaziyat Hikmatullah? Yaxşı, Allah kuch-quvvat bersin. Haqiqatan təəssüratıdır gündən günə. Çünki bir yol axırsı yol tügər, bir oymanның içindən yol tepib çıxışdək misali şuna oxşaydigan şəkildə, hətta bir sarsıqdan quruqluq çıxışdək tirişçanlıqның bir jarayonini başdan keçirib onun üçün her taraflama besim eğer şundan bakmay yana aldığımız taraf mənavatqanlığımız ve Allah'ın rahmet oluşu mümkün. Hoş hamıqayla deyimiz ve sözlerine kulak salımız derslerini devam kısır buludu. Biz aldan qıtımlıq bəgən töp qıtımlıq söhbətimizdeki bir gün xulası hesabıda eğer Kur'an-ı Kerim'de emel kılıp manga vaktimizde biz nemini paydalanırız? Eğer Kur'an-ı Kerim'de başka neslenin koşuvağı vaxtlarımızda qandaq hərəc, müşkilatlar, yolqımız, ziyantatımız degen temada toxtulağın bolğan qolqunu sizden. Assalamu alaikum. Dünyanın hər qaysı yerlərdəki hörmətli qarindaşlar, həmmanlarına şu vaxt xeyirlik olsun. Bu programını başlaşının aldığında biz köp məsləhətlərini qıldıq. Şu işneki milletimizge bir paydası bolanı yok mu diyen məzmunda ahırda milletimizge çoxun paydası bolduğanlıq işenç qalığımız üçün bu programını başlap qaldıq. Bunu bir qanç qaytım dedim mən bu nemede. Yuqorida biz din sahası diyen buluqma hadis sahası biraz jiqaraq toxtulub qaldıq. Aslında bu biraz keyin toxtulduğan bir mavzu oldu. Qarindişimiz bunu layıq görənlik üçün şu aşağıdan başlap qapdıq həmdə. Bunu bugün axırlaşdırırız dep oyladım inşallah. Qur'an'a əməl qılğandakı qısa, onunki paydası insanlara, yəni əməl qılğan insanlara, Qur'an'ı asas qılğanda onun paydası nəmə? Asas qılmay, başqa nərsini asas qılğanda onun zeyni nəmə? Ahırqı öz xulası muşu oldu həmdə. Bunun üçün biz Qur'an'ı asas qılğan peyğəmbərniki və peyğəmbərə əgəşkən peyğəmbərdən keyinki Ebu Bekir Umer'ləniki zamanlarını azraq toxtuluşqa şu doğru geldi və burunq peyğəmbərlərini tatıb. Tarixdə ötken nurgun peyğəmbərlərini Allah Taala bayan qıldı. O peyğəmbərlər Allah Taala düşürgən kitapqa esiliş arqılıq şu kitabın görsətməsini doğru icra qilish, zamanıga və makanıga layiq şu zamandakı makandakı vaqəlikni buluvatqan məsələlərini Allah'ın kitabıga doğru tətbiqlaş arqılıq insanların özünə doğru yolga yetəkləş nəticəsində
g'alaba qilib kelganligini Qur'oni Karimda bayon qiladi. O'sha 25 payg'ambarniki 25 payg'ambarniki butunlay o'zi hayoti ashuna bilan so'zlandi. Hamda payg'ambar alayhissalomniki zamonasini biz misolga olsak, arablar nihoyatda qatmal, pasif shunday bir holatga, qaloq bir holatga tushib qolgan bir vaqtda payg'ambar alayhissalomni Alloh taolo payg'ambar qilib belgilagandan keyin, Qur'oni Karim tushgandan keyin payg'ambar alayhissalom Qur'oni Karimni yetakchi qilib, yani Qur'oni Karimning yetakchiligida payg'ambar alayhissalom bosh bo'lib bu ishga bu ishni davom qilgandan keyin musulmonlar oxirgi hisobda Hazrat Umarning zamonasiga kelgan vaqtida nihoyatda o'zi cho'ng g'alabalarga erishgan. Payg'ambar alayhissalomni Qur'oni Karimni yetakchi qilganligi uchun oxirsida 23 yil ichida nurg'unlagan g'alabalarni qo'lga keltirib, arablarning o'zini butunlay shu qaloqlikdan qutuldirib, zamonaviy inson qilib yetishtirishga yetishtirgan. Ondan keyingi Abu Bakr Umarning zamonasida Afrikaniki bir qismi, Osiyoning bir qismi O'rta Sharq bo'lib, Nurg'unlarning o'zini shu islomdagi o'zi prinsiplari bilan nihoyatda go'zal bir davlat qurib, imperiya qurib, insonlarni shu Allohning rahmatidan bahramand qilgan. Buni tafsili o'zi bayon qilmasam-mu, shu payg'ambar alayhisalom tarjimali, Muhtad xalifaniki tarjimalarini o'qigan yoki anglaganlar hammasi buni biladi. Endi mag'lub bo'lishchi degan vaqtda payg'ambar alayhisalom vafot bo'lib, sahobalardan Umayya sulolasi boshlangandan boshlab bu rivoyat hadislari bir qor o'tirg'i chiqib qolgandan keyin keyingi zamonda rivoyat orqali chiqarilgan dinda nima bo'ldi degan vaqtda bu dinda insonlarni, ya'ni bu musulmonlarni qattiq chekindirish bo'ldi. Buniki eng asosli tarafi nima degan vaqtda eng asosli tarafi insonlarni, ya'ni keyingi zamondagi insonlarning o'zini burunqi 100 yil, 200 yil, hozirgi zamonni misol qilsak 14 asr burunqi bir zamonga qilgan ishlarini tatbiqlashga targ'ib qiladi rivoyatlar hammasi. Yani Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Abu Davud, Nasai, Ibn Majah degan shu kitoblarning hammasida asosan shu 1400 yil burunqi payg'ambar alayhisalom zamonasiga mansub deb qaralgan rivoyatlar zikr qilindi. Bu rivoyatlarniki eng o'zi xatarli tarafi nima degan vaqtda payg'ambar alayhisalomning qilganligi isbotlanmagan. Qildi deb payg'ambar alayhisalomga chaplangan rivoyatlar bular. Buning o'zini aniq tushunib olish kerak. Payg'ambar alayhisalom qilgan ishlar Qur'oni Karimda bir qancha paraga yetdi. Men o'tgandagi darslarda shu voqealikni nihoyatda jiq so'zildim. Makka davri, Madina davri, payg'ambar alayhisalomning oilasining davri nemizlari andagi payg'ambar alayhisalomdagi g'orga kirib olgan voqealik, urush, yana Uhud urushlari, Badr urushi deymiz, Xandak urushi deymiz, Hunayn urushi deymiz, Tuli tuzash ishlari deymiz, munofiqlarning voqealigi deymiz, shu yerdagi Madinadagi Yahudilarniki voqealigi deymiz. Mushlarning hammasi nima desa, payg'ambar alayhisalomning zamonasida bo'lgan voqealiklar. Bu voqealikni Alloh taolo nima deydi desa, hadis deydi. Yani bunun o'zini sahih hadis emas bu. Buning o'zi haqiqiy hadis. Yani hadisun haqiqun deydi, haqiqatun deydi buning o'zini. Yani haqiqiy degani haqiqiy amaliyotda bo'lgan ishlar degan gap. Endi bu Sahih Buxoriy, Sahih Muslimning o'zini nima deydi desa, sahih deb yozib qo'yganda bunday xato yer aşağıda. Nima uchun desa, uning ichida nurg'unlagan xato so'zlar va xato Qur'on Karim bilan zidlashadigan, Qur'oni Karim to'g'ri kelmaydigan nurg'unlagan narsalar va Aşının özünü sahih degende, sahih degen to'g'ri degan gap. Shundaq o'zi to'g'ri degan bir nom ataq bilan insonlarga uning to'g'riligini qabul qildigan va shu asosda dinning o'zini dinga asos solgandan keyin dinni sohaga bo'ysundirib qilgan bo'lgandan keyin keyingi zamon nima bo'ldi desa, o'tgan dars degandek islom dunyosida nurg'unlagan ilm fanlar shundaq o'z maydonga chiqqan bo'lsa-mu, keyingi zamonda o taraqqiy qilinmay, oxirisiga kelib musulmonlarniki men hozirgi kuni vujudga chiqqan. Buning ichida eng o'zi echinarligi, ya'ni bizniki, ya'ni Uyg'urlarning ahvoli.
biz muşkun qilishlik bütün sebeplerge nima sebep degan vaqtida 80% şu dini sohaniki rol oynashi bor desak bo'ladi. Chunki nima desa, ziyolilarlikda o'tirib chiqqaniga bir asr bo'ldi. Uni oldida o ziyoli deganni topib olmaydi misol. Şunun oldida butunlay mollalar jamiyatni boshqarib va hokazo qilgan ashlarning o'zi şu millatga dini sahada haqiqiy dinni, ya'ni Qur'oni Karimni tushuntirmasdan, onun aksincha şu Arabniki tarixini, madaniyatini, şu deyilgan so'zlarning o'zini tushuntirgan. Buniki bizga keltirgan ziyni nima endi degan vaqtda bizniki tariximizga nazar solishga bo'ladi. İslamni qabul qilishdan burun Uyg'urlar qanday bir millatdi? Buni bilish kerak insonlar. Yana Uyg'ur, yani bizning xalqimiz İslamni qabul qilishdan burun bizniki ajdodlarimiz davlat qurgan, madaniyat yaratgan, dunyo madaniyatiga o'chmaydigan tuhfalarni qo'shgan bir millatniki avlodlari biz. Ve lekin biz bu şu İslamni qabul qilgandan keyin nima holatga tushib qoldik degan vaqtida butunlay Arablarga berildigan, Arablarning madaniyatini o'zimizning madaniyati qabul qildigan. Yana o'sha nurg'un odam so'zlaydi, tarixchilarimizda mana shunday so'zlarga ashlar paydo bo'lib ketibdi. İslam madaniyati degan bir narsa. İslam madaniyati degan bir narsa yo'q dunyoda. İslam degani her bir millat o İslamni qabul qilsa, İslamdagi prinsipga o'zining madaniyatini bo'ysundirib, o'zi epmangadi degan gap. Yani Uyg'urlar İslamni qabul qilgandan keyin o atlas ko'ylakni tashlab etmaydi. Atlas ko'ylakni İslam nimqan o'zi yo'l qo'ygan shart ostida kiydi. Yani burun o'zi nimaning o'zini atlas ko'ylakni yoqisini xotinli o'zi cho'ngaroq qilib kiygan bo'lsa, İslamni qabul qilgandan keyin uni sal kichik deb İslam o'zi belgilagan belgilama bo'yicha belgilamaga bo'ysungan asosda kiyish o'xshash shunda o'zi davomlashtirgan gap. Yani bu yerda İslam madaniyati deb qabul qilgan narsa nima bo'ldi degan vaqtda Arab madaniyati aslida bu. Arab madaniyatining o'zini akilib, shu arabning kitobini o'qigandan keyin salla deymiz. Misal ashunga o'xshash hozir xalq o'zini yapadigan ishlar deymiz. Ashlarning hammasi kiyim-kechak sohasida. Yemek-ichmak sohasida Ramazonda xo'm yeydigan, zamzam ichadigan narsalarning hammasi shu arabniki madaniyatidan kelgan narsa. Bizning vatan qog'ijigidini yeysakmi, o'xshash narsa, hech qanday farqi yo'q. Shu narsalar hammasi nima desa, yemek-ichmak madaniyatida va kiyim madaniyatida, muzik madaniyatiga kelgan vaqtda Arablarniki depin chelishga bo'ladi va boshqa dutdan burun chelishga bo'lmaydi deydigan shunday prinsiplar bizga kelgan. Buning o'zi islom emas bu. Bu Arabning madaniyati. Arabning madaniyati orqali biz o'zimizniki shunday boy Uyg'ur madaniyatimizning o'zini xunuklashtirish, uning o'zini so'ymaslik, so'yganlarni haqorat qilish, shunday ishlar aniqati o'jagan. Masalan, biz vatandagi vaqtlarimizda shunday mush gaplar jiqidi. Yana shu dapchasi bo'ladi, dutta tamburchasi bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisalom zamonida dapchetdik edi. Payg'ambar alayhisalom zamonidan berib Qashqarni dutta tambur ekib chavuzmaydi, har millat o'zida bonasini chaldigan gap. Misol. Yani yig'ib aytgan vaqtida her millat o'ziniki, her sohadagi madaniyatini, yani kiyim madaniyati olsun, yemek-ichmak madaniyati olsun, örf-odati olsun, shularning hammasida İslam yo'l qo'ygan shart ostida, İslamning shartiga bo'ysungan asosda buning o'zini davomlashtirish bu Alloh taolo ko'rsatgan yo'l degan gap. Yani o'zining madaniyatini tashib etib, boshqa bir millatniki, yani Arabga o'xshash bir millatniki madaniyatini qabul qilish bu islom deganlik emas bu. Bu o'z boshqa millatniki madaniyatini qabul qilish degan bo'ladi bu. Ismidan chiqib turdi. Ammo amaliyotda bu islom deb atalmaydi. Shuning uchun biz bu xalqi Peygamber Aleyhisselam'dan keyin, yani bulupmu bir qancha asr keyin yozilgan narsa bo'lg'ashqa, buniki islom bilan hech qanday aloqasini yo'qligini, buni millatimiz bu hadisni hech bir zaman islom deb tushunib qolmasligini, islom nima degan vaqtda islom Qur'oni Karimning ichidagi ma'ni aniq tushunib olish kerak insonlar. Bütün Qur'oni Karim emas, yana Qur'oni Karimning ichidagi aqida, ahkam va prinsiplar. Mana bu islom bu. Onun içindeki hadis kısmı var. Musa Aleyhisselam vakaligi, İsa Aleyhisselam vakaligi, Fir'önning vakaligi, Ebu Leheb'ning vakaligi deymiz. Bundaq vakaliginin özü İslamning şu prinsiplarga tatbiqlangan kısmı.
Bunu Allah Teala bizge qanda nima uchun tushirdi degan vaqtida bunu tushirishda bizmi o'zimizniki qilayotgan ish harakatlarimizni va jamiyatimiz qilayotgan ishlarning o'zini Qur'oni Karimga tatbiqlashni o'rganish orqali uning to'g'ri hukm chiqarishni, to'g'ri o'zi yo'l tepishning o'zini o'rgatish uchun Alloh taolo bu hadis qismining o'zini bizga bayon qilganlik. Shuning uchun bu yerdagi Qur'onning ichidami Qur'onniki 70% eng oz bo'lsa, menimcha shu hadis qismi deb qarayman. Buning ichida hadismi yana ikki turga bo'linadi. Buniki birisi Allah Teala'nınki kainatni yaratganlik, yani kainatdagi sistema va kaza mush narsalarni qilganlik sohasidagi voqealikni bayon qiladi. Bu voqealik nima uchun bayon qilindi degan vaqtda bu insonlarniki Alloh Taolani tushunish, Alloh Taolani tunish, Alloh Taolaga iymon etish sohasida insonlarga yordamchi bo'ladigan voqealiklar. Yani ولا إن سألتهم ما خلق السماوات والأرض لا يقولون الله degan ayetler misal. Boş ayetlerin özüne cık ondak ayetler فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقْ misal. فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ degan muşundak ayetler var. Muş ayetlerin hemmisini biz bir yek ekege vaqtida Allah Teala'nınki kudretlerinin özüne tuntuş ve Allah'ın kudretini tuntuş arqılı Allah'ın tuntuş üçün bayan kılıngan delil ispatla qatarda Allah Teala muşundak bayan kıldı bunu. Bu akide sahasındaki meselelerini hal kılış için bizge yardımcı olduğun saha. İkincisi onun içindeki peygamberlerinki ve peygamberlerinin karşısı tutan insanlarınki vakaligi bayan kılındı. Bu nima degan vaqtida Qur'oni Karimga kimniki to'g'ri amal qilganligi va amal qilgandan keyin u qandoq yaxshi natijalarga erishganligini, kimniki Qur'oni Karim qarshi yoki Allohning kitoblariga qarshi ish qilganligi, uniki oxiridagi natijasi qandoq echinishlik bo'lganligi haqida bizga ogohlantirib, sizlar Allohniki kitobiga esilgan vaqtida, Allohning kitobi orqali har ishingni hal qilgan vaqtida sizlar ashunga o'xshash o'zi yaxshi natijalarga erishsizlar. Agar sizlar uningga o'xshash o'zi Allohning kitobiga to'g'ri esilmasdan sizlar o'zi ashundaq din nomida o'tirib chiqib qolgan ayndaq narsalarga esilib qolgan vaqtida qarshi tarafga o'xshash sizlar o'zi gumron bo'lasizlar deb bizga ashuni ogohlantirish uchun Alloh taolo buni bayon qildi. Yuqorida biz tasvirlab o'tganimizda payg'ambarga itoat, Allah'a itaat sahasida nurg'unlagan oyatlarni misol qilib keltirdik. Nurg'un kishilar Peygamber Aleyhisselam'ni yoki payg'ambarlarni nihoyatda o'zi ilohlashtirib, bu nurg'un o'zi mo'jizalarni keltirgan. Alloh taolo meni keltirmani mandaq qil degan bir oyatmi bo'lmagan shart asida o'zi mandaq qilgan bir mo'jiza keltirgan qilib, bu payg'ambarni shundoq o'zi bir shundoq ilohlashtirish uchun aşındak bir haletini şekillendirgen. Mesela Peygamber Aleyhisselam'daki Peygamber Aleyhisselam'a verilgen mucize Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den başka hiç kandak bir mucize verilgen emez. Ayet birisi Yezid bir yazmalının özüne Peygamber Aleyhisselam'daki miraj çıkkanlığı mucize dep. Şundak mı okuyan insanlar oldu dünyada. Mucize degenini kail olmayan, İslam'a kail olmayan adamını kail kılış için keltirildiğin nesi bu. Peygamber Aleyhisselam mesela keçide çıkan değil mi misal? Çıkan o emas ko. Çıkan degen takdirde kim köstük onun özüne? Kösetken hiç kim yok. Kimni kayıl kılış için kıldı onu? Demek muşunun özünün yani yalgancılık çıkıp durdu de. Yani Uhud uruşunun nime? Hendek uruşunun özünde bir tal bir oğlakның özünü suyup aşağıda 1000 adam yesimi oğlakның güçü eşip qalğanlıq aşındaq özü fantaziyaga oxşaş bir närsinin özünü muş Peygamber Aleyhisselam mucizesi dep muşundaq närselerin özünü hikaye qılıqlıq. Eğer şundaq hemiz tuyup kes Peygamber Aleyhisselam qosuq nemiş iki tal taş teňip aldı şu wagtda. Bundaq närse hiç bir zaman ularnınki isi kim kelmeklik. Yani bir yerdeki bir uruşda kewatqan wagtda Peygamber Aleyhisselam mındaq bir qaçının içige kolunu su tıqsıp barmaklarının arasından sulu çıkıp netçiyoruz özü musulmanlığını içip o nemirlerge kaçılap o hayvanlarga minip gelgen ulaklarını uçurup eşip kalganlık doğruluk aşındaki hikayeler var.
Demek bu bir hiç qanday asası yok. Bir narsa misal. Peygamberni hamma ishni qila oladigan Allohga o'xshash holatga chiqish uchun mana mushundaq bir o'zi narsaning o'zini o'ydirib chiqariqliq. Eğer bunu oydurup çıkargan iki kadar kıl diye vakıda o peygamberin Kur'an-ı Kerim'deki mesela Kur'an-ı Kerim'de Sure Fussilet'in 6. ayetinde Kul innema ana beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid diyen muş ayetinin özünde mi deyirse Allah Teala o Peygamber Aleyhisselam'a buyruk vardı. Sen ulağa ben sizlerge okşaşlı bir adem. Fakat meniki okşamaydığı yerim Allah bana vehiy kıldı. Allah'ın bana vehiy kegen yeri var. Bunun da başka hem tarafına okşaydı. Değilik. Allah Teala Peygamber Aleyhisselam bundak buyruklarını neticede bu buyruklar muşunun özünü düşürse muşunun özünü Peygamber Aleyhisselam biz okşaşlı adam ki fakat vehiy kegen kendisi ya neymiş kadıya vakıda o özünün kallısta okşamaydıgan hem işini kılalaydıgan hem iş kuldun keldiğen bir peygamberini kallısta icat kılagandıkken o peygamberge Allah Teala tasvirlayotgan peygamber o'xshamagandan uni qabul qilmoqlik. Buning uchun bu yerda nima desa, biz payg'ambarga itoat qilamiz deylik. Endi payg'ambar nimaga itoat qilgan degan vaqtda uning o'zini ham inkor qilib, o'shaning o'zida sen payg'ambarga itoat qilamiz desak, itoat qilishdan o'zi bosh tortding, sen murtad deylik. Bundaqmi insonlar olan dunyoda Peygamber Allah'ın vehisiga, Allah'ın kitabıga, Kur'an-ı Kerim'e Peygamber Aleyhisselam itaat kılır. Peygamber Aleyhisselam Allah'ın kitabıga itaat kılgan iken, Peygamber'e itaat kılgan adam Allah'ın kitabıga itaat kılgan bulup derken. Yani bu yerde iki tane ayet var. Men yuti'ir Resulü fakat ata Allah. Kim ki elçiga itaat kılsa, yani Muhammed itaat kılsa diyen hiç kandak bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Ya ki Nebi'ye itaat kılsa diyen bir ayet yok. Resul'e itaat kılsa diyen ayet var. Kur'an-ı Kerim'in hem yerde Resul kelimesi işitildi. Neyim için diye vakıda o Muhammed Aleyhisselam risaletini risalet diyeni Kur'an-ı Kerim'de gösterdi Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de insanlara yetkiziyotgan vakıda o Resul oldu. Yani Resul diyeni Allah'ınki evetken vehiyesinin özünü insanlar yetkiziyotgan vakti Resul oldu. Resul diye elçi diyen gap ko. Men şunu yetkiziyotgan vakıda peygamberge itaat kılış diyenin özü nima dese, o yetkiziyotgan narsa neymiş vakıda? Kur'an. Yani bu yer neymi itaat kılgan boldu şu vakıda? Kur'an'a itaat kıl diyen boldu şu vakıdın özde. Onun için bu Kur'an'da iki tane ayetinin özde Men yuti'ir Resul fakat ata Allah. Yani bir ayet nimdeydi? Ya eyyühellezine amenu ati'ullah ve ati'ur Resul. Bu ikisi okşaşla. Allah'a ve Allah'ın Resulü'ne itaat kılanı diyen söz veren kim ki Allah'a Resulü'ne itaat kılsa Allah'a itaat kılan bol diyen ayet ikisi bir özü merkezini maksat kıldı. O merkez ne dese? O şu kitap yani Allah'ınki kitap Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e itaat kılan adam kimge itaat kılan boludu? Dese Allah'a itaat kılan bol diyen boldu. Çünkü Allah Teala bize düşürgen belgelim bolgandıkken Allah'ın belgelemesiga itaat kılış nimaga itaat qilgan bo'ldi desa Allohga itaat qilgan bo'ldi degan bo'ldi. Shuning uchun bizniki xalqimizning ichida bunga o'xshash o'zalqi so'zlar jiq deyilmagandikin burun tortib ashunda xalqi rivoyat deymiz ham rivoyat desak yomon jiq odamni ochiq qilib ketadi ekan uni ochiq kelishning hojati yo'q. Ash yozgan odamlar shuni bilganligi uchun rivoyat deb yoziqliq. Ravahul Buxoriy, Ravahut Tirmiziy degan naslini ko'mgan odamlar kim bu? Ashu rivoyatlarga egashgan shuni e'tiqod qilgan bo'lganligi uchun buning o'zini jiroq qilib qolganligi uchun millatimiz buning o'zini joyiga tushunolmoqlik. Bayatınki mezmunlarda ben bir qancha savol atlab ketdi, so'zlarni bo'lmay deb men gap qilmadim. Ben de miraj meselesini biraz qarindoshlarımızdan sel çağa chiqib ketgandek bir tuyg'u bo'ldi. Yani bu kadar mufassal qomlashgan bir voqelikni qandalab inkor qilsa Allohning mo'jizasi yo'qmi? Allah'ın aşında kılıç kudreti yetmemdi o şekildeki demeleri var değil mi de? İddiaları var. Acaba
Sizlar dediki Kur'an Peygamber Aleyhisselam ayetleyen fakat mevcudun fakat mı Kur'an dile? Başka mevcut buna bakmagan mekan? Ya başka mucizesi hiç kandak yerde başka mucizesi doğruluk Kur'an-ı Kerim'de ayet yok. Çünkü birinci kayıtımda ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abidina fa'tu bi suratin min misli ve du şuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin diyen muş ayetin diye vaqtida Allah Taala bu kafirli mağlup bu bolgan. Şu Kur'an'daki içindeki bir tal küçük bir sörünü ki okşudu bir narsani keltirip bakınlar diye vaqtda hiç qas keltirolmagan ekan. Onun ikkinchi qatim mo'jiza keltirishga hojat yo'q. Nimishqa degan vaqtda sizlar bir odamga bir narsani nima qilib beni mushqa qilib baqa degan vaqtda u odam qilolmay va yana boshqa narsani keltiradi. Siz nima deydi shu yerda? Avvalo birinchi man deganda qilg'ina, uniki ikkinchisi o'taydi demamla uni. Xo'sh. O birinchisini qilmay turib, ani qil, mani qil desa uni akliverga ish yo'q. Demak, birinchi qatimda ular mag'lub bo'lgan. Undan keyin o'zi bu İslam'ı kabul kılan, sahabe'ninki tercümanını okusu buldu bu insanlar. Şu sahabe'ninki hiçbirisi bir mucizini görüp bunun dikin İslam'ı kabul kılan yeri yok. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselam ağzını anıgan dikinler, bunun toğra, nahit insanla özü bəxt saadet eriştirgen, nahit yol, şu insanla toğru yol yetekleydigen, aşındak bir kitap ekanligini itiraf kılan dikinler, İslam'ı kabul kılanlık. Boldu bunun qartayan muciz keldi demekle hiç kalsın. Misal. Onun için o kafirler onun muciz keltirolmagan ekan, hozir mushu bizning tilovat adamlar o'xshash shu zamondagi insonlar nima deydi desa, mo'jizaga qarta bir sen keltira, meni sen o'z devatsa, men Qur'onni o'zi to'qib chiqar devatsa, unda bo'lsa men bir o'qimagan bir odam sen keltirib baqina o vaqtda degan vaqtda o keltirolmagan ekanlar. Nima deydi desa, bu sarang, bu o'zi shoir, bu degan oqchi ko'kchi. Hozir ashta tilovatda ashning o'xshashlar odamlar bu. Xo'sh. O'xshash bularniki mijozi, burunqiga o'xshashlar. Mana bu Qur'onning o'zida Sura Baqara'niki 180-oyatning 170-oyatida bu yana ve iza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awlaw kana aba'uhum la yaqilun shay'an ve la yahtadun degan mush oyatning o'zimi nimani bildirdi desa mana ularga shu vaqtda Allah tushirgan narsaga, ya'ni Qur'oni Karimga ergishinglar desa ular nima deganda Payg'ambar alayhisalom javob berib, bal nattabi'u ala ma alfayna alayhi aba'ana. Biz ota-onamizning diniga ergishimiz deganda shu vaqtda. Xo'sh. Allah Taala onu nima deydi o? Evvelev kana aba'uhum la yaqilun shay'an ve la yahtadun. Ularning ota-onasi bir kallasını işletip bakmagan ve doğru yolunu kubulunu qilib bakmagan adam qandaq ergishidi? Tutqan yolu zaten hata tutsa, onunki kallası işlemge tutsa, ularniki qandaq ular ergishidi deyiklik. Onun için biz nima deyapmiz desa, qarindoshlar, Qur'onga kelayli. Qur'on insoniyatni, yani o'z vaqtida Payg'ambar alayhisalomni, Payg'ambar alayhisalom boshidagi musulmonlarni, uningdagi Abu Bakr, Umar, Osman, Alining zamonlaridagi insonlarning o'zini g'albiga erishtirgan bir kitobga mushnoga kelayli deyotgan gap. Endi boshqa bir mo'jizani nima ish keltirmadi u vaqtida. Boshqa mo'jizani keltirish sabab bo'lgan, keltirmas sabab bo'lgan narsa nima desa, Sura Isro'niki 59-oyatida وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا diyen ayet var burada. وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ diyen biz mucize evetişini ki bizni tutup kalkan nersi neyim bu diye vaqtda ularniki o mucizenin burunqilarniki şu mucizenin özüne yalğanğa çıqqanlığı bizni to'sib qolgandaydi Allah Taala. Çünkü mucizenin bir bedeli var ekende. Endi bu yerda Allah Taala bu mucizeniki bedelini qanday tunishtiryapti desa, misol. Masalan, va atayna samudan naqata mubsiratan. Biz Samud qavmiga tögünün özünü bir tögünün özünü evetken deydi Allah Taala. Yani mucize qilib evetkende fazalamu biha degan o tögünün özünü öldürüp etken tola. Öldürüp etkenligi nima bo'ldi? Ular halak qilindi, shundaymi? Onun için
Moşu özü moşu kavmga bizmi yani qayta yani başqa bir aşındaq tirik holatdagi bir mo'jizdan birini evatib qolgan taqdirda ular uni yolg'onga chiqarib qolsa biz bularni halok qilishga to'g'ri keldi deganga. Bu mo'jizni evatishlikka sababini Alloh taolo so'zlab nima deydi desa, "Va ma nursilu bil ayat illa tahvifa" deydi. Biz mo'jiz evatishda faqatla qo'rqitib qo'yish uchun evatimiz uni deydi. Qo'rqitib, "Ey, ma'ni o'zini bundaq qilsak bo'lmaydi, ma rastkanjima, ma Muhammadning so'zlayotgani, yana Muhammad kelib turgan Qur'onning o'zi rastkanjima, to'g'ri ekanjima" deb uni qoyil qilish uchun qoyil bo'lmagan tarafiga qo'rqitib qo'yish uchun uning o'zini bundaq keltiramiz deydi Alloh taolo. Mo'jiz keltirish sababi bu. Yani başka soruları? Undaqmış Kur'an-ı Kerim'de eğer aşındaq vaqalık alakadar resmi bayanla bombulsa o bayan hazır kadar kelgenliği salayeti iniq bo'lgan, mashhuriyati dangliq bo'lgan shaxslarning guvohligi bo'lgan avvallasida kuchga ega emasmi? Ya bu Qur'oni Karim o'tganki darsda bir dars qilib so'zladik, nosix mansux haqidagi bir nemaning o'zini. Qur'oni Karim o'ziniki sirtidagi narsalarni amaldan qoldirish, o'zida bor narsa nima qilib qolgan bo'lsa, u yo'shirilib qolgan bo'lsa, uni o'tirib chiqarish uchun chiqarish huquqiga ega bir kitob. Alloh taolo nosix mansuxda ashining o'zini ash sababdan degan o nemaning o'zini ma'nasiq min oyatni o'nunsiha degan oyatda ashini 3 mi 4 mi yadi bor bu oyatlar. Shuni hammasini birlashtirgan vaqtda Qur'on bayon qilgan dinning sirtidagi bir narsa din nomida kirib qolgan bo'lsa, uning o'zini Qur'oni Karim orqali amaldan qoldirish Qur'oni Karimning haqqi. Bu vaqtda Qur'oni Karimni qanday qilamiz degan vaqtda Qur'oni Karim tushungan insonlar agar bir narsa Qur'oni Karim tasvirlamagan bo'lsa, u din nomida mana din degan bo'lsa, bu Qur'onda yo'q, uning o'zi din emas deyish, yana olimlarning haqqi degan gap. Olimlar ashuni deyish kerak degan gap. Agar ashuni demay yana ashu rivoyatga kelgan narsa ashu ras, payg'ambar alayhisalom shu yerga chiqdi, andaki 50 vaqt namoz farz bo'ldi. 50 vaqt namoz farz bo'ldi. Musa alayhisalom qo'shib kelgandan keyin Musa alayhisalom "Voy, sizning ummating uni qilib bo'lolmaydi" dedi. Shuni o'zi bozorlik qilib qo'yadi. Musa alayhisalom bir Allohning qarshisida yugurib 5 namozga tushirib oldi. Bundaqmi ahmoqona ish bo'lam dunyoda? Alloh taolo o insonning qanchalik ish qilaligini bilmay turib, uning 50 vaqtni atib qo'yib, oxirini 5 vaqt tushirgan bunda ham qoida bo'lamdi. Alloh taolo har insonga mesela Qur'oni Karimda bor. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Her insanı Allah Teala o insanın taqat yetiga ish taklif qiladi deydi Allah. Hem insoniyatniki 50 vaqt namoz o'qish kechkunda namoz o'qiladi bo'lish kerak-da. Onu bolvaqsarımız bizme eyran qalgan endi ama Allah'ın rahmeti ekanini bo'lsa deb shukr qilgan da endi. Eğer şu vaqtda 50 vaqt namozning o'zi rasla farz qilingan bo'lsa, shukr qilmay nurg'un odam qarshi chiqqan bo'ladi. Nima qilib jon beqish kerak qo'yadi. Misol nurg'un ishlarga nima qiladi-da, shuni o'zi qarshi chiqadigan gap. Alloh taolo uni bilganligi uchun bu insonlarga to'g'ri keladigan, insonlar uni qila oladigan, qiynalib qolmaydigan shart ostida bundaq farzlarni qilgan. Buni undaqda o Miraj vaqasiningki o'tirib qo'yilayotgan ya'ni fantaziyalashgan shakldagi tushunchalar qatorida bo'ladi bu xil ahvolmi? Ya demakchi o'g'lim 50 ga buyurib, undan keyin o'tirdi salo qilib yurib 5 ga tushgan deganga o'xshash gaplar bu xil iboralar deyli. Buni ham aşı vaqalikninki Miraj vaqasiningki haqiqiy bo'lmaganligiga sebep qilishga bo'lamdi yoki tushuntirdim ama demakchi o'g'lim agar bu vaqalik bo'ldi degan taqdirda hozir misol aqllarga keyingi iddaolarni qayta sunish tegishli bo'lgan iddia nima desa, ya'ni Alloh bandasining nimasini iqtidorini bilmay 50 ni taklif berib keyindan bo'lib turib salo qilib 5 ga tushadigan bunda bir Alloh emas u dedilar. Ya undaq Alloh emas o. O biz Qur'oni Karim orqali tushilgan Alloh
O nayet mehriban, nayet o'zi adil, yani zalim emas. Şundaq bir Allah o. Hamma narsani hikmat yo'l qiladigan bir Allah. Bundaq bir Allah bo'lgankan, o mehriban Allah qandaq insonning o'zini bundaq bir o'zi qilolmaydigan, insonga zulm bo'lib qilish ehtimoli bo'lgan bundaq narsani o'zini farz qildi misol. O mumkin emas o. Alloh taoloniki o sifatlarga to'g'ri kelmaydi. Undaqda Miraj vaqasiniki rost emasligiga mush ish bilan guvohmi yoki masalan mushudan yetarlikmi yoki boshqa narsalarni deyish bo'lamdi? Hozir biz mabobga kirmaydi. Miraj bobiga maxsus islar bo'lsin, Miraj to'g'riliq bir kunni bir akşam to'xtalamiz. Buning o'zida Sura Najmning o'zida aş 17-chi oyatdan 20-chi oyatgacha oralig'da bir qancha oyatlar bor. Uning o'zini Miraj dalil qilibdi. Uning nimaga dalil kelganini shu vaqtda so'zlaymiz. Ama o Miraj maxsus bir mavzu bo'lish kerak bizga. Şimdi bo'ldi ma'qul. Endi bu yerdagi narsa nima degan vaqtda rivoyatniki bizga keltirgan ziyonlar to'g'riliq to'xtalyapmiz-da. Xo'sh. Misol, rivoyatniki bizga keltirgan ziyonlari misol desa bir yerda bir zulm bo'lyapsa, vatanda zulm bo'lyapti deydi. Hozir amaliyat bo'lyapti. Zulm bo'lyapsa, bu zulm to'xtatish uchun duo takbir qiladigan, namoz o'qiydigan misol. Men mush ishlarning hammasi mushu rivoyat hadislardan kelgan narsalar. Bir yer zulm bo'lyapsa, zulmga namoz o'qish orqali qarshi turmaymiz. O zulmga amaliy ish harakat qilish orqali. Hech bo'lmasa xalqaro debma mana dadimiz va kuchimiz yetmagan bo'lsa, mana dadimiz va deb ularga dadimizni anglatish bilan qarshi turadigan gap ularni nima zulmni yengiltish yoki yo'q qilishga mana qarshi turgan narsa u. Zulm bo'lsa duo qilib qarshi turgan xos payg'ambar qildi uni. Misol qo'sqich ketsa, uyda osh qilib qolsa, duo qilib o'ltirgan bundaq ishlar yo'q. Oshqaga odam taloq ishlaydigan gap. Qur'oni Karim buni buyurdi misol. Xo'sh. Evet. Shuning uchun men demoqchi bo'lganim bu yerda nima degan vaqtda bu Qur'onniki demoqchi bo'lgan asosan Qur'oni Karim hamma narsani amaliyat uyg'un harakat qilishni, har millat, har inson o'zidagi narsani Qur'oni Karimniki ko'rsatmasi ostida, ya'ni doirasi ostida ijro qilishning o'zini buyurdi. Misol kiyim kiysak, odatda Qur'oni Karim ko'rsatgan shart ostida kiyimiz o'zimizning Uyg'ur kiyimini kiyimiz. Allah Teala demiş ki Arapnikini kiyimden sen dep Allah bizni onu da sorak kılmaydı. Misal. Tamak yesek o Arapniki tamağını yemeyimiz o yerde. Öyle lağmınımız var, polorumuz var. Uygurlarınki naati ondak yemek içmek dairesi naati kengo. Yani bunun özünü yiyemiz. Hem onun için Allah Teala'nın çekilgen nesini madesi çekilimiz dairesi haram yemeyimiz. İsraf kılmayımız. Bundak dairenin içi diyemiz. Bunun her birisi bir mevzu bu. Bunun özü aslında. Demek muşlarning hammasi kelgan vaqtida bu millatniki urf-odat, madaniyat, yemek içmek, hattoki tuproqdan tortib buning hammasini nega qildi desa, shu Arabnikini ulug'lash, Arabnikini nim qilish, xudo hozirgi shu Xitoyniki siyosatdagilar Xi Jinpingni maqtash, Xitoyni maqtashga o'xshashlar, shunday bir holatga ekib olganda buni Arabni maqtash, Arabni tuprog'ini ulug' bilish, misol Arapni yemek içmeklerini ulug' bilish, Arapni kiyimini kiysa islomni ichi kirgan his qilish, buning o'xshash ishlar degan gap. Nimadanki shoir Abdurrahim O'tkirninki g'azallaridan birisining ichida agar rishk ayilsa mayli Arab yurtidagi Ka'ba, oyoq ostimdagi tuproq mening muqaddas sajdigoyimdir. Anandakin ömür menzilinden taptığım nihayet şu hakikatne ganimet bil edemzatqa birer töhfe hizmetne deb xuloslagankan. O'tganda mana bu meyad bir xizmatdishimiz bilan avvallashib qoldiqda, uningda sen dinni nim deb tushunsa, Allohning rizoligini nim deb tushunsa, desam, yaxshi odam bo'lish, qo'lingdan kelish, yaxshilik qilish, yaman ishlardan saqlanish. Men shunday tushunaman dedi u. Masalan, bu islomda emas u. Bu ishlarning nimasi o'xshashgan-ku dedim misol desam, kirib ketib, "Dillarning hammasi shunday deydigan o'xshaydi" dedi. Ketib bir qisqa bir suhbatda. Ya demoqchi o'g'limiz asli dinning g'oya maqsadi shu yaxshi inson yetiltirishganda
Elbette. Hem Allah insanlarının bütün hiç nersige haceti yokken ama onu kıl, bunu kılsan yaxşı olur, bu dep tekliflerini berdik, bütün teklifler bir-birimizga yaxshilik qilishga munosabatlikkan yani, aloqadarkan. Endi bu temaga artık şaha ketmesi için yığılsak, yani belli bir müraj vakası olsun, belli ki başka ictimai hayattaki başka vakalikler olsun. Eğer Kur'an-ı Kerim'de yer almagan da olsa bu çokum dinning içinde emas deyişte qat'iy bo'lishimiz kerakkan da sizlar hozir Qat'iy bo'lishimiz kerak. Şu hozir Qur'oni Karimni ko'rsatmasiz bo'yicha mangma deydigan nurg'un odamlar bor. O'sha odamlarga odatda o'sha ibodat sohasida yoki bir qism sohada Qur'on ma'ni debdi desa darhol qabul qilinmaslikchi. Bu bir ayib bu. Qur'oni Karim bizga bir narsani degan bo'lsa, agar biz shuni shu Qur'oni Karim degan bo'yicha emas, boshqa bir shaklda qilayotgan bo'lsak, ha to'xtab tur, Qur'oni Karim mushtaq debdimi deb o'zimizniki shu shaklni o'zini tashlab, Qur'oni Karimdagi shu narsani o'zimiz qabul qilish kerak. Bu vaqtda biz musulmon bo'la olamiz. Qur'oni Karim bizni davomli o'xshash kerak. Ya'ni nurg'un nimalar var shu payg'ambar alayhisolamdagi axloq sohasida nurg'unlagan shu nimada maxsus netçe o'zi nima? Shu netçe varaq qilib yozib etgan. Shu payg'ambar alayhisolam tarjimalida payg'ambar alayhisolam axloq andaq go'zal axloqni, mandaq go'zal axloqni, andaq mandaq hozir shu tashviq qilganlimi payg'ambar alayhisolam andaq axloqni deb shunday tashviq qilibchi. Bu xato bir ishchi bu. Yani xato bir ish. Qadaq degan vaqtda payg'ambar alayhisolamni axloq qilgan narsa mavu. Kur'an. He. Qur'oni Karim yolg'on so'zlama dedi, yolg'on so'zlama dedi payg'ambar alayhisolam. Adil bo'l dedi, adil bo'ldi, tirishchan bo'l dedi, tirishchan bo'ldi payg'ambar alayhisolam. O'qi dedi, o'qidi. Shundaqmi yoki? Toza bo'l dedi, tozliq ahamiyat berdi misol. Kishilarga yaxshi muomala qildi, kishilarga ish qilib Qur'oni Karimning ichida nima degan bo'lsa, payg'ambar alayhisolam shuni qildi. Payg'ambar alayhisolam nima bo'lib yetishdi shu vaqtda? Güzel bir axloq odam bo'lib yetishdi, to'g'rimi yoki? Shunday bo'ldi. Payg'ambar alayhisolamni go'zallashtirgan narsa Qur'on. Qur'on go'zallashtirdi. Endi bu yerda payg'ambar alayhisolam on deydi, payg'ambar alayhisolam man deydi emas, uning uchun bizning deydiganimiz nima desa, Qur'oni Karimda Alloh taolo man deydi deyishimiz kerak bu yerda. Alloh taolo Qur'oni Karimda yolg'on so'zlama deydi, biz yolg'on so'zlamasligimiz kerak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de amanet hıyanet kılma deydi, biz hıyanet kılmasligimiz gerek. Doğru mu yoki? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala böhtan çapılma deydi, biz böhtan çapılmasligimiz gerek. Din Allah'ın, peygamberinin emas. Peygamberin dini yok bu yerde. Allah'ın dini bu. Peygamber nimqa adam, Allah'ın dinini icra kılan bir adam. Hoş. Ben yukarıda ben dep öttüm mü ayettikini? Peygamber Aleyhisselam Allah Teala kul innema ana beşerun mislukum degan oyatning o'zini deganligini, masalan o'sha bir odam. Alloh taolo nima uchun bir odamning o'zini payg'ambar qilib evatdi? Buning sababi bir odamni Alloh taolo payg'ambar qilib insonlar evatish orqali u odamga o'zining kitobining o'zini ijro qildirib insonlarga ko'rsatishlik. Bu kitapның özünü insanlar icra kılalaydı. Eğer insanlar bunu icra kılavaqda, icra kılan, birinci kaytım icra kılan, Muhammed Okşaş güzel insan buldu, dep bizi örnek kılıqlık. Bizim ögündüğü yerimiz bu. Peygamberin tutkan yolları neyme dese, hazır peygamberin nemesine özüne andardı deydi. Biz peygamberin karşı hiçkandak bir tilteküzgen yerimiz yok. Bu yerdeki muhim nokta neyme? Diye vakti bütün peygamberin 25 peygamber zikir kılındı Kur'an-ı Kerim'de. 25 peygamberin bütün kığa işlerini hemesini okup çıkış gerekmiş şu adamlar. Okup çıkıp o yer peygamberin tutkan yolu neymi kendisi? Her bir peygamber özünün zamanında ve özünün makanında şu cemiyeti buvatkan işini Allah Teala'nın şu kitabı arkalık hal kıganlığını şu işinin özünü kitabı tetbiklaş arkalık hal kıganlığını öğreniş lazım. Yani ularning qilganini shu pet qilish emas, qanday qilganligini o'rganishma. Qanday tatbiq qilganlik? Masalan, o'z vaqtida
misol men o'tganda iqtisod sohasida bir gaplarni qildim-ku, mana shu bir odamni sahvan o'ltirib qo'ygan bo'lsa, uniki har yerdagi qon qazi o'xshash bo'lmaydi degan shaklda. Masalan, Somalida bir odamni o'ltirib qo'ygan bo'lsa, u yerdagi iqtisodiy sharoit qarta qon qazi belgilandi. Ma Angliyada bir odamni o'ltirib qo'ysa, bu yerdagi iqtisodiy ahvol qarta uni qon qazi belgilandi. Shunday dillar. Demek her yerdeki iqtisod ahvolniki egizpaslik qarta o qon qazmi egizpas belgilandi. Hem şu adil bo'lgan bo'ldi shu vaqtda. O bir mush Angliyada belgilaganning o'zini Somaliyaga so'rab apasa, Somaliyadagi o kambag'alchilikda u narsa ko'tara olmaydi haq degan gap. Bu nimani bildirdi desa, payg'ambarlar her zaman degan payg'ambar alayhisalom misol olsak, o'zining zamonida shu o'zining zaman va makonda shu bo'layotgan ishning o'zini nimaga Qur'oni Karimni tatbiqlash orqali insoniyatning o'zini ashtaq yetaklab maqdi, to'g'rimi yoki? Hem hozirgi olimlar bo'lsa, hozirgi olimlar Qur'oni Karimga hozirgi bo'layotgan ishni to'g'ri tatbiqlash orqali hozirgi insonlarni to'g'ri yetaklab menish kerak degan bo'ldi. Qur'oni Karimdagi atiulloha va atiur rasul va ulul amri minkum deb ulul amri hozirgi haqiqiy shu Qur'oni Karimni to'g'ri tushungan, to'g'ri o'z jamiyatdagi voqealikni Qur'oni Karimga to'g'ri tatbiq qilgan insonlar bu ataldi. Misol. Bu ulul amri bo'ldi. Payg'ambar bo'lmagan ekan, hozirgi vaqtda payg'ambarniki xizmati olimlarning gadiga tushganlik, olimlar u vaqtda nima qildi? Olimlarning o'zi jamiyat bo'layotgan ishni Qur'oni Karimga to'g'ri tatbiqlash orqali to'g'ri bir o'zi xulos chiqarib, yakun chiqarib, insonlarni to'g'ri bir yo'l bilan yetaklab menish olimlarning gadindagi vazifa degan gap. O payg'ambar deganlarda rasul xususiyatini beşoğaslaqsan. Rasul. O shu bizda hammasini payg'ambar deb nima qilganmiz? Endi deb o'rganib ketganmiz. Qoldik, odatini qoldik. O bu ma'lumotga nemedimi? Ma jamiyatshunaslikdimi? Kültürle medeniyetning orasini farq etmay ishlatganligimizni mana shu saat o'qiganlardan qaqshab turib tushuntirishlarni anglab keldik. Şunun o'xshatdi, hozir shuni eslatdi. Bu yerda chunki aytgan muhabbatsa bayatın mandatdan andimandatdan degan o'xshash shaklda ishib qolish ehtimolligi borda. Shunga Rasululloh nabiyning xususiyati aloqador nima so'zlar qanchalik cho'qim orib tushuntirish lozimkin deb aklımda shu narsa borda. İnşallah shu Rasul nabiy degan maxsus bir bob bo'ladi, bir mavzu bo'ladi. Aşının özüne bir gün düşendirimiz inşallah. Nebi diyen kandak, Resul diyen kandak, Muhammed diyen kandak misalde. Bu şu özü şahsiyeti ve onun unvanı, onun vazifesi hakkında toxtalgan vaqtida bu maxsus bir mavzu bo'lish kerak. Bununla toxtalımız. Anadaki o peygamberin tushuntirgan vaqtida peygamberga berilgan mo'jiza, qolgan chapish qolgan mo'jizaning o'zi rost mo'jizami yoki yolg'on mo'jizami? Buning ustida toxtalamiz. El qisıl degan Miraj deganning o'zimi balkim shu vaqtda tugab ketishi mumkin. Tamam. Haqiqatan ma'laqi odat aqlni gal futqolni ishti qiladi deydikan, mana shu inson taraqqiyotlar shu aytishlarning deyishicha. Deymizmi, aql agar ibodatlarimiz bizning odatlarimizga aylanib ketgan vaqtimizda tushunib qilish tegishli ibodatlarimiz tushunmasdan ixtiyorsiz shaklda qiladigan ibodatlarni ketib qoladi ekanda. Mana shu chaqda ibodatdagi xushu, ya'ni ruhiy jihatga olingan huzur yo'qolib ketib, badaniy ibodat qilinadigan, ruhiyati boshqa narsalarning ichida cho'kilib qoladigan ahvolga kelib chiqadi ekan. To'g'ri. Ya'ni aqlga murojaat qilmaganlikdan, aqlni diqqatni yig'maganlikdan. Shunga endi shu aniga aylanib ketgan vaqtimizda aqldagi g'aflatdan foydalanib boshqa narsa kirib qoldi ekan bunga. To'g'ri. Onun için Allah Teala her bir insan şu akkarını payqatga bizde akkarını payqatgan vaqti deb hamda kichkinalqi to'yqidek vaqtga kelganda akkarını payqatgan vaqti deb qaraydi-ku, balog'at yoki. Balog'at davr degan ham u arabniki gipi ham bizde akkarını payqatgan o'ziniki yo'lni tep mang'idek bo'lgan vaqti degan ma'noni bildirdi. Men shu vaqt kelgan chaqda har bir o'zi odam, yani bir odam holatiga yetib, maydim 18 yoshga kirgan vaqtda ayrim bir odam deb qaraydi-ku bu Yevropada. Ama şu o'zining aqlini qo'lga olgan vaqtida o'zi shu dinlarning o'zini mundaq nim qilib,
Allah'ın dinini nihayet yaxşı öz muloyiz qilib, onun özüne kallasını işiltip, anda kallasını ötküzüp, kubul qilish asli her bir adamniki özüneki şahsi bir vazifesi bu. Ama ata-anasıga ergişip, bizde asasen şu burunqılar birinci qatim kirgenler ma'u ras mandaqqa deb ancha anglab uniki ras yolg'oniga ishongan holatda bir qabul qilgan bo'lsa, keyingilar atam musulmonki, apam musulmonki deb qabul qilib qolishliqqa. Shunda bo'ldi, bizmi shu aqlimiz kelsak, ota-onamizning orqada ergishib yurib, jamilik ichirib, ashuna o'rgandik-da, misalda. Ashulning misallar, balam biz degan musulmon degandek tarbiyatlarning turtkisida tabiiy musulmon bo'lib ketdik. Ammo musulmonlarning nimasi qanday ma'nosi borligi, aloqador taraflari bularni cho'ng bo'lgandan keyin o'rgandik hamda. Bunda avval aslida agar imanning asli shartlari aql baliq bo'lish borda. Bu Qur'onda shu to'g'risi bormi? Masalan, aql baliq bo'lish shart deb o'rgandikmi fiqh kitoblarda masalan. Endi o Qur'onda rushd degan bir ibora bor-ku, rushd degani o'sha o'lindigan qiz o'g'illarga qartilgan bir kelima. Yani balog'at yetgan degan ma'noda. Biz Qur'onga yetgan deymiz bizda. Bizda Qur'onga yetgan ashnam deyiladi. Qur'onga yetgan deymiz, balog'at yetgan degani shu arabcha gapga. Shu Qur'onga yetgan vaqtning o'zida bolalarni aqlni qo'liga olgan vaqtida to'xtab turayamda deb bir dinni qabul qilish kelsa, shu vaqtda o dinniki to'g'ri xatoligini, o'zi o dinni materialni ko'rib, unidagi to'xtab turib, ma'ni o'zini qabul qilsam bo'ldi-ku deb qabul qilish asli shu gardindagi ishlar. Hech bo'lmaganda ota-ona bo'lgan odam bolaga o dinniki mohiyatini tushuntirish kerak. Yo'q, bu mandaq narsa deb tushuntirib, o kallasini o'tkazish kerak. Shu vaqtda qabul qilsa o bola ekan to'g'ri bo'lgan bo'ldi. Ya'ni tishidan tangmay ishidan chiqarish kerak. Kundalqi azdan bir mavzuning o'zini, bekun Xudoni, bekun farishtalarni, bekun payg'ambarni, bekun har narsaning ahamiyatlarini andaq so'zlab bersa, o bola tushundigan gap uning o'zini. Tushunib, andi kallasini o'tgandan keyin o musulmon bo'lsa, o vaqtda o qalbi Allohga bog'langan holatdagi bir musulmon bo'ldi. Bo'lmasa undaq bo'lmasa desa, Ahmet namaz o'qidisa, yolg'onda mandaq namaz o'qidim deb yolg'onchilik bilan andaq qildi. O demakki nima desa, asli qalbi uniki mutmain bo'lmagan, islom qabul qilmagan bir qalb bo'lganiga shunday qildigan gap. Yoki ota-onaga odam balam namaz o'qimadi deb urg'iltigan uni. Bo'lmagan shu. Yana o'zi Peygamber Aleyhisselam'daki kıyamet günüsü deydiğen sözlerini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bayan kılıqlıq. Sure Furqan'daki 30. ayet iken ve qâle Resulü ya Rabbi inne kavmi ittehazu hazel Kur'an mehcura. Yani moşunun özüne Peygamber Aleyhisselam qâle Resullük eliflam ehdi haric. Yani aşı peygamber, yani aşı Muhammed'in ibaret aşı peygamber kıyamet günüsü ey benim Rabbim, benim kavmim muşu Kur'an'ın özünü terk etti dep ümmetinin üstüne şikayet kıldı diyen gap. Ümmetinin üstüne şikayet kıldı diyen gap. Demek bu yerdeki nesi ne dese Peygamber Aleyhisselam bizge qo'yib qo'ygan narsa Qur'oni Kerim. Qur'oni Kerimda boshqa hech qanday bir narsa yo'q. Ammo uning sirtida boshqa narsani uning o'rniga qo'yib, Qur'onning o'zini ayib tashlab qo'ysak, Alloh taolaning oldida qiyomat kuni Peygamber Aleyhisselamga shikoyat yo'lida buni o'zi bilib qo'yish kerak. Rivoyatniki, ya'ni qanchalik o'zi bizga qanday narsa ekanligi haqida to'xtalgan vaqtida rivoyatniki asosan gumani bir narsa bu. Hech qanday buniki Peygamber Aleyhisselam resmi ashuni qilgan degan haqida hech qanday bir odam jazm qilmaydi. Aşı rivoyatni yozgan odamlarni jazm qilmaydi. Hattoki Imom Buxoriy bir rivoyatni yozgan bo'lsa, uni o'zini Imom Muslim ishonmay, uni yozmay tashlab qo'ygan yerlari bor. Abu Davud ashunday 7si, 6si 6 xil. Hozir 9 ekan-ku. 9'u 9 xil ko'z qarashdi desak bo'ladi. Ashunday qilib, buning hammasi ashunday gumani bir narsalar. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in özdümü وَمَا يَتَّبِيُوا اَكْسَرُهُمْ اِلَّا الزَّنَّ اِنَّ الزَّنَّ لَا يُغْنِ عَنِ الْحَقِّ شَيْئًا diyen ayetinin özdümü ula guman kayakşıdır. Hazırki şu
Ravayet erişiyotgan adamның hemmesi nima dese gumani bir narsa. Yani şu meşitimi deydi ötkendim degendim ben onu. Meşitimi deydi imamla. Kal ev kema kal deydi. Hemiz anlap baksın aşın özüne. Türkiye'ye varsa hemiz anlaydı aşını. Kal ev kema kal deydi. Aşındak dedi ya aşındak arak mı biçimin dedi degen gep o. Demek neymiş? Aşının üzdün mü hem onaki gumani bir narsa kendiki çıkıp durur degen gep. Bu guman degen neymiş? İnne zanne la yugni anil haqqi şey'a. Guman hakikatni ispatlaşqa yeterlik olmaydı. Hakikatni ispatlayamaydı onu narsa degen gep. İman neymi? İman degen yaqini yani cezmi kılıngan bir narsa hakikaten muştaq bu. Hakikaten to'g'ri bu deb o cezmi kılıngan narsa degen gep. Ravayet yodisi zan yani gumani narsa. Bu ikisi o'tib sudek narsa degen gep. Bu sebepten bu ravayet hiçbir zaman din bo'lanmaydi degen gep. Onun için bu ravayetga ishonish, gumani narsaga ishongan bo'ladi. Gumani narsaga ishongan odam islomga ishongan bo'lmaydi degan gap. Yana ravayette Nurgullah geldi Peygamber Aleyhisselam'ın sözültüp şu vefat olup ketkendik Peygamber Aleyhisselam an degen Peygamber Aleyhisselam man degen dep yezili ve bolduğanlı işlik ya o. Aşında yezip Nurgul'un nesinin özünü kaldırıp etken. Misal kıyametlik alametler deymiz. Hatta ki bu Şam'da bolduğan vakalikten tatıp sözlü etken yerleri Peygamber Aleyhisselam'ın şunda cık özü bir nesinin sözlü etkenliğini gösterdi. Ama moşundaki hemmisindeki yalğanlık karta Sör Arap'niki 188. ayetinde Kulla emliku li nefsi nef'en ve la zerre illa maşallah ve lev kuntu a'lemul gaybe lesteksertu minel hayri ve ma messeniye su'u in ana illa nezirun ve beşirun li kavmin yu'minun. Moş ayetin özü mü Peygamber Aleyhisselam Allah Teala devardı. Sen moşun de. Ben özüm üçün hiç kandak payda ziyanға ben egi olamayım. Ben hazır Allah'nınki özü belgilemesine yani Allah Teala bana düşürgen Kur'an'ın özünü icra kılıp etme. Lakin ben bana keldiğen payda ve ziyanın hiç kandak ben egi olamayım. Deydi. Allah halıgandan başkasına. Velev kuntu a'lemul gaybe. Ben eğer gaybini bildiğen bolsam lesteksertu minel hayri. Ben nacik yaxşılarını kılgan bolattım. Kıvagan bolattım. Ama meseniye su, bana hiç kandak bir xapılık yetmegen bolattı. Bunu da nem çıkmadı desin, ben gaybini bilmeyim degen gep. Bu Şam'da bolduğu işini kıyamet kayın bolay degen vaqt neymiş bolduğu işinin özüne Peygamber Aleyhisselam kandak bildi o vaqtda. Demek ki muşlarının hemmisi Peygamber Aleyhisselam'a çaplangan bühtan degen gep. Acaba Allah şunu acaba bildirmegen mi da? Mesela, Allah bildirgen bolsa Peygamber Aleyhisselam'ın muşunda dişige herkes mi yol koymagan bolattı. He. Eğer Allah bildirgen vaqtida yani ben bilmedim dese Peygamber Aleyhisselam ne bolgan boldu şu vaqtida? Tuzukor olgan boldu. Yalğancı olgan boldu. He. Yani bunda bilmeydiğanlığa ayet geldi. He. Bildiğanlığa delil keltirdik değil. Geçen Peygamber Aleyhisselam yalgan çıktı da. He. Biz onun için bu ayetinin hemmisini medese Peygamber Aleyhisselam vefat boğaç arlıkta özünün altı buvatqa işini kögendikin onu bildi diyen gep. Ama onun sırtıdaki hazırkı zaman ve bunu öz ölüp ketgandan keyinki 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl, 1400 yıl keyinki bolduğan kıyamet yakınlaştıkçılık bolduğan işlerin özüne bildiğin onda hususiyet yok. Ne için? İstanbul'un fethisi Rum'nunki mağlubiyeti to'g'risidagi ayet gelgende. Rum'da. Ama başka yana aşındak möciz karakterlik, aldığım beşer karakterlik ibadelerinin hemmisinin asası yok mu zaman? Asası yok. O nimel Kustantiniyu, nimel emiruha ve nimel ceyşuha diyen o rivayetinin özünü şu vakit tuğup teyyakıp tike eş kılıp ve ma o ötken nerqi yıl İstanbul'a vaqtımda bu Tayyip Erdoğan toğruluk bir rivayetinin bağlığını dedi o bana onu mu tuğup ülgütüp de eş kılıp Ama
Ya şimdi dedi hayran kaldım ben bu mu çıkıp dedim. Allah. Hem de bu halkı Kur'an nimede ma o rivayetinin özde vehiy'in iki türlü bölündü bular. Hoş. Vehiy metlu ve gayri metlu dep ikiye bölündü. Evet. Bu metlusu yani okulayotgan vehiy ma'na deydi endi. Kur'an vehiy metlu deydi. Okulayotgan insanlar okuyotgan vehiy hem yenbital vehiy varmış, o gayri metlu. Bu okulmagan vehiyke onun özüne keyin özü yezip kaldığın o rivayetinin özüne gayri metlu vehiyge aylandırış için çıkargan bir nerse emdi bu. Şunu onun özüne mi vehiy alqı hadisinin özüne biz onu mu vehiy deymiz degan gap olmaz mı? Hoş. Vehiy deymiz deyişi o başka yerine gitip kalgan emas. Şu nersini to'qib chiqarib tayyor qilgan ekan, hadisni shunday yozgan ekan, o yerda u g'ayri matlu hadis bo'lib chiqadi. O'tganda men mana bu Qur'ondagi Qur'oni Karimni shu Payg'ambar alayhisalom o'z zamonasida Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lguncha orliqda hammaning o'zini to'plab, hozir biz o'qigan Qur'on holatiga akib bo'lgan desam, sen bu oyatni anda debsiz, manda debsiz deyotgan odamlar. Qur'ondagi oyatning o'zini hech qanday bir olimga qaramay turib, Qur'ondagi matnni qarab tarjima qilish kerak. Sen alimni qarab tarjim qilib, agar alim bo'lsang, nima kerak o boshqa olimdan sana, misol. Yani Peygamber Aleyhisselam'daki yeni bir vazifesi Sure Maid'deki 67. Ya eyyuhar Resulü bellig ma unzile ileyk min rabbik ve illem tef'el fema bellagte risaletehu vallahu yahsimuke minen nas. İnnallaha la yehdil kavmel kafirin. Degan Peygamber Aleyhisselam'a yani Peygamber Aleyhisselam'ın Resulluk bir vazife, nebilik unvan, Peygamber Aleyhisselam'ın unvanı. Yani Kur'an-ı Kerim düşündü, nebi deganni nebe kelimesinden kelgan, o nebe deganni haber degan bo'ldi. Bizde uçur demdi onu. Şu haber ma'nosida şu kelgan, son kelgan haberning o'zini, ya'ni masajning o'zini, ya Qur'onning o'zini deymiz, ma degan iborat yetkuz deydi. Eğer sen onu yetkizmesen, sen o'zingga tushgan risolat degan Qur'oni Kerim. Qur'oni Kerimni yetkizmagan bo'lsa, bir ma'nosi, ikkinchi bir ma'nosi rasullik, yani elchilik vazifasini ado qilmagan bo'lsa degan gap. Vallahu yasimukum minen nas. Allah seni kişilerini saklaydı. O quruq gapni qilib, ko'k, saranka, ma shoirga devatgan odamlar hamiz quruq gap sana hech nima qilmaydi degan gap. Sizlar qo'rqmaysizlar. Hech nima qilmaydi, bu go'ylarning o'zi shunday qashab o'tadi, hech nima qilmaydi. Yaqindalaqi taş bo'ron qilib Payg'ambar alayhisalomning tapnidan tar qanoqtirib etgan Taif qavmiga ichi og'irtib turib duo qildi ya, shu Rasulullohninki sifatlarida bayon qilingan siratlarda. Ülkemizde o'rin olgan Payg'ambar alayhisalomninki kimligiga aloqador sifatlar, ya'ni voqeliklardan deb tushunamiz. Uni qalbimizga naqshlangan inson bo'lsak, albatta her bir vatandaşımızın köyünüş hissiyatı da qaraymiz-da. Elbette. Anda olgan ekan, xalqim nadan dedi o şu çağdıma, şu ben on qulam o tağını sol qulam mata ikki tağның arası şu deyim depti ekan. Bunda qilma deb, manda deb so'rab oldim deb dedim şu voqelikdan. Yani eğer aşina bo'lgan bo'lsa, hamda biz şu qavmimizning bu qilinliqi hissiyatini, yani oğlumu özünün nefsi için demedi şu bunu. Allah ve Allah Resulü'nün sözünü üstünden kılmayan degen bir vazifesi kanlık ekilip algan dikin. Özünü tutanmay kaynap tutan gereken o biz. Şu an bizce bence bundan da bir xil köyünüş hissiyatıyla muamele kıysak, düşengen çağlarda özlükiden toktap kalıdı, ya ki tüzdü oldu, ya ki bir gün aldırıp ketken yerlerge kelgisi de özü barmağını çişleydi diyen şekilde düşende kalmış. Şuna sevir kılış, bizge yarışağını şökin dep, tam olmazlıkla karar bir adımız endi.
Yani bu ayetin ahirinde innallaha la yahdil qawmel kafirin deydi. Allah kafir kavmini hidayet kılmaydı deydi. Bu nim degan bo'ldi desa, belliq mauzla ilek deb sağ tushirgan narsani yetkaz deganning oxirisiga ma jumlani keltirish nima? Uni maqsad qildi Alloh desa, kafir, yani kafir kavmini Allah hidayet kılmaydı. Kim hidayet kıldı vaqtida? Allah'tan başka kim hidayet kılıcı yok. Kafir kavmlarga Allah'ın peygamberi Kur'an-ı Kerim'de yetkiziş arqılı hidayet kıldı degan gap. Allah hidayet kılmaydı ki Allah bivas berip onu kallasıga hidayeti sanmaydı ya kalbi hidayeti sanmaydı. Kim kıldı o işini? Kim verdi vazifeni? Resulullah'a. Sen kılırsa degan gap bunu. Sen berip şuna okup berse, ayet men dep onu düşendirse, aşının olan özü insanları sen hidayet kılırsa degan gap. Nurgul kişiler... Yani Allah hidayet kılmaydı. Belki sen Kur'an'ı apırıp düşendirip, yani Kur'an'ın bişaret bireymiş arkalık, hakikaten yetkiziş arkalık hidayet kılsa dembe. Elbette şundak. Ayada belliq deydi o. Kul demeklik şundak mı ya? Ya eyyuhel Resulü kul maunzile ilek demeklik. Belliq maunzile de düşürüp şundak mı? Ben hata dep kaldım da ama hidayet kılsa degan gapni hata kaldım. Yani sen doğumuzdan kandaşlarım sende. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın vazifesi yetkiziş İslam'ında. Yani Allah özü hidayet kılmaydı o. Ama yetkizsen aşınan yani özü hidayet tabuda dep düşerim de. Hidayet diyen ne mi vaqtida? Hidayet muşu. Kur'an. Başka yerini izlemeyimiz biz. Xudo bizni hidayet kılsın. Xudo meni hidayet kıl dep keş tilep ketishni hojati yok. O hidayet kıl min dep Xudoning hidayetini şundaq bir hidayetini seg'indigan, Xudoning hidayetini shunchalik arzu qildigan odamlar agar bo'lsa, Qur'onda buni eplekin shuni o'zini o'qib için tushunsa, hidayetni tushungan bo'ladi. Shu vaqt Qur'onni qabul qilsa, demak hidayetni qabul qilgan bo'ldi. Hidayet bu. Yani Allah Teala osmondan uni kallasini kontrol qilib, uni bir narsa tushirgan undaq bir qoida yo'q Qur'onda. Cüme'nin kuppulardı mı dedi o. Allah hidayet kılan kişinin az doğuşu yok, az doğan kişinin hidayet kılıcı yok dedi. Bu yerde hidayet Allah'ın ilkide de düşünülüp geldi de biz yazı kadar şunlar düşünüyoruz biz. Bu hadisinden düşündürüşleri de onda emmes manası yaptı. Onda emmes bindi. Şu meyyuzlillahu fela hadiye leh ve meyyuzlil meyyehdiillahu fela muzille leh ve meyyuzlilu fela hadiye leh degan sözün özü mü? Allah Teala'nın kudretini bayan kılan ayetler bu. Allah Teala bir insanlarını hidayet kılış, onu azdırış diyen koşuş, bu işini kılış Allah'ın kudretini o kılalaydı kılımdı diyen gibi. Eğer Allah Teala bir insanın özünü hidayet kılıp kalgan takdirde, onu hiç kim azdıramaydı diyen gibi o ne diyen bolduysa, hidayet kılan zat Allah, çeksiz kudretinin ilgisi olan bir zat onu hidayet koygan diye kim azdıralaydı, kimni güç yetedi onunla? Demek hiç kimni güç yetmedi diyen gibi. Eğer Allah azdırdığı iş yok kalsa, Allah bir adam azdırsa hiç kim hidayet kılamaydı diyen gibi. Bu yerdeki neresi ne mi diye vakıda, bu yerdeki düşündüğün neresi, insandaki hidayet tepiş ya ezişiğe Allah arlaşmaydı diyen gibi. İnsan özü onu kubul kılış, kılması özlük iş diyen gibi o. O Allah'ın çeksiz kudretini Miraj'da mı deydi? Nurgun Adem Allah'ın onda kudreti. Biz kudretinin bağlılığı 100% işlengenlik için bu gapni qilyapmiz. Allah çeksiz kudret egisi. Lekin insonga muomala qilishda Alloh taoloning bir tutgan yo'li bor bu yerda. Ya'ni hidayet qilishda qanday yo'l tutdi? Bir kitob tushirib, bir kishini payg'ambar qilib, o kishi payg'ambarlik nima kitobni tushirib, bu kitobni haqqa o'qib berish orqali, to'g'ri yetkazish orqali uningga o'zi uni hidayet chaqa deylik, shundaqmi yani? Allah'ın usulü bu. Ama bir adam ilham veriş orqali ya tövbe veriş orqali hidayet qilgan bunda qoida Qur'onda yo'q. Qur'ondagi narsa nima degan vaqtda faqatla shu nima? Shu
Allah'ınki peygamberleri, Allah'ın kitabını yetkiziş, arkalı hidayet kılış ve peygamber vefat bo'lgandan keyin uni o'zini yetkizadigan insonlar, ya'ni olimlar deymiz hozirgi vaqtda, shular o'zi uni to'g'ri yetkazish orqali hidoyat qilgan gap. Bu yerda balliq degan kelimani keltirish sabab nima degan vaqtda, balliq shu har odamniki turxida bir gap bor ekan-ku. Geçilmaydigan kapı yok deyilgan bir gap bor, mi? Geçilmaydigan kapı yok deganning o'zi endi uningga shu to'g'ri ochqichni akasak, u qulpi echildi, shundaymi? Xo'sh. Ya'ni bir tal ochqichni qo'limizga elib olib, butun qulpini ochmay desak, xatolashgan bo'lamiz. Bu vaqtda har bir qulpi uchun ashunga tushadigan ochqich bilan berishimiz kerak. Bu vaqtda o qulpini ochadigan gap. Shunga har bir odamga bir narsani yetkizgan vaqtda u odamniki ahvoli qarab, u odam qarshi tarafidan kirsa, odam kallasiga kirgan bo'ldi, u hidoyatni to'g'ri tushundigan bo'ldi. Bu odam shunday qilganda to'g'ri tushundi misolda. Buning o'zini nima qilish, o'zi pamlash u odamniki nihoyat o'zi u odam iqtidor talab qilgan gap. Shunga payg'ambar alayhisalom Alloh taolo Qur'oni Karimda muallif qulub degan bir ibora bor-ku Qur'onda. Muallif qulub degan bir narsani yo'l qo'ygan. Bu muallif qulub deganni bir siyosiy qismi, shu dinni yetkazishdagi bir siyosat qavaqda. Ya'ni har bir odamga u odam qanday o'ziga yaqinlashtirish orqali Allohniki dinini o'zi u odamga u odamning kallasini o'tadigan bir yo'lni tepish orqali uni islom qabul qildirish misolda. Peygamberlik bizdeki neymi o'xshamagan turi shu peygamberligi. O peygamberler o kadar sevircan insanların özüne Kur'an'ı yani Allah'ın hidayetini kabul kıldırıp olsa o özüne baxtli hesaplaydı. Çünkü özündeki vazifesi aşıyor. Bizde diyoruz kıllaştın başka neyse yarmayımız da o hata bir neyse. Şuna halkı bu yerdeki bu Kur'an'ı okup çıkanlar dese onun hap olmazdan Kur'an'da her sahani şu sahadaki bütün ayetini yığıp aşağı kögendeyken o sahani yaxşı düşündüğün gibi. Onu okumaylarken andaki falan andağız o hata o murtet murciye demdi nemdeydi o işkılıp anımgan kalpağını kedi o hata işte bu. Şunu Peygamber Aleyhisselam misal Taif olgan çağda nemini oturup koydu. Anısındaki uruk tıkkan dağçılığını oturup koydu. Şunak da o? Şuna oldu. Anısındaki özü uruk tıkkalları var ki öyle de şunu öyle uruk tıkkallarım kaşık geldim de sildigen bizden uruk tıkkan manda deyip onu bemençin emin sözlep onundaki mandak Allah'ın peygamberi degendeki ular kabul kılmadı. Keyinki mesela Medine'ye gelgen vaxtıda mı bazı kabileniki başlıklar kelse Peygamber Aleyhisselam çapını yeşip astık sepege yerleri rivayetli bak şu. Bazı kabileniki nemsi elçiler kelse sen Yunus'un mettanını jutudun mu? O Yunus diyen özü meniki dostum degan ibarani işletkenliginin hemmesi nima dese muallif qulup üçün işletken nesle. Aşıniki arlıqda tüşenmezlikni, hiç olmaz arlıqda kelki soğukçılıkni bu Muhammed degen eski adam degendek manda kelki yaman bir etraftaki müşriklerimiz Peygamber Aleyhisselam tillab жүргендеkin yaman bir nemin namını anlaydı da endi. Anlagandaki qışık kelgen vaqtda onun naat yaxşı muamele qilib şundaq chiroyli demqandikin ya biz qaqtin anlagandek emasga juma bu adam. Bu to'g'ri adam ekan bu degan mandaq bir narsani qoldirib qo'yish orqali uni islomga moyil qilish uchun qo'llangan bir qism taktikalar bu. Masalan, Makkani fath qilgan vaqtida nurg'un shu Abu Sufyan boshliq nurg'un odamning o'zini maoshga bog'lab, shunday qilgan ishlar bor. Nima ish qilsa, ashular bir kun bir islomni qabul qilib qolsa degan umidni bog'lagan. Uning o'zini keyin Umarning zamonasiga kelgan vaqtda butunlay maoshni kesib o'tibsizlar, baribir qabul qilmagan odam ekansizlar deb maoshni kesib o'tgan yerlar bor. Tarixni o'qisangiz chiqadi. Demak, bu yerdagi narsa shu har sohada uningga tushliq bir taktika, bu hozirgi siyosat desak bo'ladi, taktika desak bo'ladi, taktik ishlatishni nihoyat muhim degan gap. Bayatın sözler misallar keltirgen vakaliklerinin hemisi Kur'an'da yok.
Bunda çağda nimde bunu işletse degan o'xshash nimalarni inkoslarni ko'rib qoldim. Bu vaqtda izohlar olsa anglaydimi? Qasındaydı? Masalan, hozir bayatma Peygamber Aleyhisselam'daki urug'lik qandoqchilik munosabatlari qatorliqlarni taktik hisobida qo'llanganliklariga alohida bayonlarni qistirma qildi-ku. He. Mushu voqeliklar, mushundaq jarayonlar Qur'on Karimda yo'q. Sen hadisni inkor qilib turib yoki hadisni e'tirof qilmay turib bu voqelikni deb qo'llansa degan nimani ko'rib qolmancha inkoslarni. He. Undaqda Muştama bir izahatni sizdan anlagım yaxshi ekan deb o'ylab shunga bir so'rab qolgim keldi. Qur'oni Karimda muallif qulub degan oyat bormi yo'qmi? Bor. He. Aş muallif qulub degan oyatning o'zida shu ma'no hammasi chiqadi. Sizlar qandaq yerga borsizlar? Masalan, bir urug' tuqqanlarni qishiga borsizlar, oldi bilan o'zi qarindishim oqko'k deb unga shu orliq shuni deb, orliqni istib, undan o deydigani deysa degan gap. Kambag'alni qishiga borsizlar, 4 tang pulni oldi qo'yib, undan o gapni qilsa degan gap. He. Bu zakatdagi 8 ning bir turidimi mayil qilish haq. Aşındaki vel muallafet qulub degan oyat aşınga yatıdı. Yani İslam'a mayil qilish. Aşındaki mushkil mazmunlardan Peygamber Aleyhisselam'ın ashtan qilganligi to'g'risidagi rivoyat ras. Evet. Ras hem aşının özü fakat aşağılık kılımız diyen gap çıkmaydı. Peygamber Aleyhisselam şunu şunda kıldı mı? Demek ki bu bir taktik kullanış usulü kedeyimiz. Taktik kullanış usulü kedeyimiz. Hazır mesela Hristiyanlık kaşık varsa nimdeyimiz biz? Kur'an-ı Kerim'de bağ mesela ya ehlel kitab ta'alev ila kelimetin sevain beynena ve beynekum Allah'ın na'budu illallah diyen ayet var mı? Evet. Ehli kitap sizler bizim aramızda o'xshash olgan bir kelime, bir so'z kelinglar. Birisimizni o'zi ustun ko'maydigan, hammamiz Allohning oldida bir o'zi bir Allohning bandasi ekanligimizga nim qildigan, e'tirof qildigan holatdagi bir narsa kelinglar degan oyat o. Demak, u nima deymiz degan vaqtda hammamiz Allohning oldida o'xshash inson-ku biz. Deb bu yerda vatandagi fojiani tushuntirishdimi? İnsanlık noktasını tushuntiramiz. Shundaymi yoki? Masalan, Arabni qishiga olsak, Arab nima deymiz vaqtda? O sen bizga musulmon oqko'k deb u musulmonni o'tirib sep turib tushuntiramiz. Turkiyaga borsak qarindosh va musulmon deb hammamiz o'tirib to'kimiz, to'g'rimi yoki? Bu nima degan vaqtda ashuni ildigan bir ilmak hamdi. Ilib o'zimizga bog'laydigan gap hamdi. Yani mishada kichikina mening umid qilgan javobimniki yana kichikina qisman tarbi. Yani hozir sizlar haqida gap so'z bo'lansizlar. Yaxshilar suhbatlarga aloqador bayonlarda hadis inkor qilg'uchi, hadis inkorchisi degan qalpoqni kiydirishga, paketlashga tez bo'lib ketadi. Ben bunun qarta izohatlarimda tushuntirish bergan so'zlarimda yo'q inkor qilmadi. Bunun shunda voqeliklarning bo'linganligi, ashablarning shu atroflarda ko'rganligi, keyin not bo'lsin, kim bo'lsin, ilgari bo'lsin, noti ilinib bugun qadar kelganlikka aloqador qismlarda hech kim inkor qilmaydi. Bo'lgan voqea. Ammo buni inkor qilinayotgan yeri Qur'on qarta Qur'ondan qarg'an vaqtimizda din deb qo'llanish bo'lmaydi degan qismida ketyapti bu inkor masalasi. Degan shaklda tushuntirish beryaptim, izoh beryaptim. Mush to'g'ri bo'ptimi yoki boshqa to'liqlarni yoki izoh beryapsiz? To'g'ri bo'pti, lekin bu yerda mandaq narsa bor-ku. Peygamber Aleyhisselam şu işni qilganligi uchun u din bo'lib qolganligi emas. Dinda Peygamber Aleyhisselam şu işni qilganligi uchun biz uning o'zini qabul qildik degan narsa emas bu yerda. Unda bo'lsa Peygamber Allah Teala ashni yo'l qo'yganligi uchun Peygamber Aleyhisselam qilgan deymiz buni. Tushundingmi ya? U yaqash quloqni ashni anglab qo'yish kerak-ku. Allah Teala mushunda qilishni yo'l qo'yganligi uchun Qur'oni Karimda Peygamber Aleyhisselam ashni qilgan. Peygamber Aleyhisselam onu qilganligi uchun u yo'l qo'yilgan emas. Tushundingmi? Hem tushunish bo'ldi. Peygamber Aleyhisselam o'zi yolg'on gap qilmaganligi uchun Qur'oni Karimga yolg'on gap qilma deb yozilgan emas. Alloh taolo yolg'on gap qilma deganligi uchun Peygamber Aleyhisselam yolg'on gap qilmagan. Tushundingmi ya? Allah taolo bo'hton chapilma deganligi uchun Peygamber Aleyhisselam bo'hton chaplamagan. Bu yergi narsa bu. Peygamber Aleyhisselam bo'hton chapilmaganligi uchun Alloh taolo uning o'zini kitobga yozib, "Men bo'hton chapilmasdim, men Peygamber bo'hton chapilmaganligi uchun men kitob yozdim" deganligi emas u.
O peygamber Kur'an'ın içindeki nersini icra kılan dep aldı dedik ki biz. He, peygamber Kur'an'ın içindeki nersini icra kılan. Muallif kulup kısan boludu. Digen için Peygamber Aleyhisselam muallif kulup diyen ayet asasen aşı muamilini kılan. Ama o adam digeniga okşaş Peygamber Aleyhisselam şu işini kıganlığı için Allah Teala muallif kulupni yol koygan emas. Bu ikisinin arasındaki fark bu. Bizniki devatqınımız neymi degan vaqtda Qur'oni Kerim neymi dedi? Peygamber o digenni Peygamber neymi qildi degan gap. Peygamber onu icra qildi degan gap. Peygamber kıganlığı için Allah Teala o buyruğunu berdi deganligi emas öyle. Vay müşahede inçik mesele ekan mana bu. Qayandan qarash meselesi acayip muhim ekan. Yuqurdan qarash kerak, yuqurdan. Allah buyruğunu tushirdi, Peygamber icra qildi. O sebepten biz qanday qilishimiz kerak? Allah buyruğunu tushirdi. Nerede o buyruq? Qur'oni Kerimde. Uni bizmi icra qilishimiz kerak degan gap. Masalan, nima, yana rivoyatimni keltirib qo'yay. Masalan, Ayşe'den sorgan bu Rasulullah nima bo'lsin, lekin Qur'onning mazmuni to'g'ri keldi-da. Ayşe'den sorgan bir nimada Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakı nima dedi? Qur'on degan bir so'zi var. Anlaganmisiz bu ishni? Ayşe radhiyallohu anha. Endi Peygamber Aleyhisselam Qur'on Peygamber Aleyhisselam'a tushgan turuqlig'in o'ziga boshqa yerdan bir axloq izlab yurmaydi. Qur'oni Kerimdagi muomala sohasida her sohada zaten Qur'oni Kerim nima degan bo'lsa, uning o'zini Peygamber Aleyhisselam shu payt icra qilgandan keyin u Peygamber Aleyhisselamni go'zallashtirgan narsa Qur'oni Kerimning ichidagi shu buyruqni o'ziniki vujudiga yerlashtirganlik, shu go'zallashtirgan Peygamber Aleyhisselamni. Eğer açlıq bo'lmagan bo'lsa, yani Allah Teala man desa Peygamber Aleyhisselam boshqa ishni qilib yursa, qanday qilib Peygamber Aleyhisselam o Allah Teala'nın deganini o'zini qilgan bo'ladi shu vaqtda? O en odatdagi bir aqli odam buni tushunadi-da. Şu bu yerdagi nuqta nima degan vaqtda Allah şunun o'zini buyurgan, Peygamber onu icra qilgan. Peygamber icra qilganligi uchun Allah buyurgan emas, Allah buyurganligi uchun Peygamber icra qilgan degan gap bu. Hozir necha kunda biz so'zlayotgan narsa mushuda. Qarab turib ashuni o'zi, ana o'zimi sen Peygamberga itoat qilsang, Allohga itoat qilgan bo'lsa desa, Peygamberga itoat qildi demasmi? Peygamber nima itoat qildi shu vaqtda? Peygamber Allah'ın kitabına itaat kıldı. Diyen gap endi. Peygamber Allah'ın kitabına itaat kılgandan sen Peygamber'e itaat kılsan o vaqtda Allah'ın kitabına itaat kılgan bo'lsa degan gap. Peygamber Allah'ın kitabını nima qilsa, icra qilsa edi. Endi oxirisida yana Hoş. Sure Yunus'taki 17. ayetinde "Femen ezlemu mimmen iftara alallahi keziba ev kezzebe bi ayatih innehu la yuplihul mujrimun" diyen bir ayet olmuş yerde. Bu yerde Allah'a yalganı to'qigan ve Allah'ınki ayetlerini yalganı çıkargan adamlardan mı zalim adamlar bağımı deydi Allah Teala. İnnehu la yuplihul mujrimun. Allah Teala undaq cinayetçilerin özünü hiçbir zaman kutkazmaydı deydi. Yani Allah'ınki ayetini yalganı çıkarıp yalgan nesini din kılıp mangan adamlar ya ki iftira nime ev kezzebe bir ayet diyenin özü Allah'a yalganı to'qigan yani bu ikisi bir söz aslında bu nima degan vaqtda Allah tushirgan dinning o'zini yolg'onga chiqargandikinlar bu odam qanday yo'lda mangadi? To'qilgan, o'ydirilgan dinda mangan bo'ldi, shundaymi yoki? Bundaq odamlarni Alloh taolo hech bir zaman qutqazmaydi. Buning oqibati qanday bo'ldi shu vaqtda? Buning oqibatini Sura Baqara'niki 79-oyatida "Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna haza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Yani muş ayetinin özünde kitapni qo'llari bilan yezib bu Allah'ın dergahıdır. Allah'ın dergahı degan din yana. Allah'ın dergahından kelgan narsa nima? Din go.
Hoş. Yani bu Allah'ın dergahıdan diyen adamlarınki yani onu setiş məqsədi azgın bir pulgu setiş məqsədi bu Allah'ın dergahıdan diyen adamlarınki halığı vay deydi Allah Teala. Feveylul lehum mimma ketebet eydihim. Ulaniki yazgan nəsligimi o, nəslinin halığı vay ve veylul lehum mimma yaksibun. Onu emelde kıgallarının mı halığı vay. Hazır biz 1000 yıldan birisi şu hak yazıp koygan nəslige emel kıp zat halımızga vay boldum bolmadı mı? İşte bu. Muşundak bir vaktinin özde mi? Biz kichkina to'xtab turay, ma tutayotgan yo'limiz to'g'rimi xatomi? Zat to'g'ri bo'lsa Alloh taolo bu to'g'ri yo'lning oqibati nijot bilan oxirlashadi debdi. Biz nijot topolmay mag'lubiyatdan oxirlashyapti. Biz qayerda xato ketyapmiz? Deydigan bir narsani o'ylaydigan vaqt keldi-ku. Yana o'ylamay nega olmoqchi biz endi? Misol. Agar bizni bu hozirgi mush dinimiz bizni nijot qapramasa, demek ki bu din to'g'ri din emas degan gap. To'g'ri din emasligi zodi amaliyot chiqiqliq. Bu vaqtda biz qayta mushu dinniki original bo'lgan Qur'onning o'ziga murojaat qilishimiz lozim. Qur'onga murojaat qilgan vaqtda bu dinning ichida qanchalik narsa kirib olgan, qanchalik narsa qilib qolgan, qaysi to'g'ri kirgan, qaysi xato kirgan, shuning hammasining o'zini biz bir-birlab Qur'onga selishtirish orqali buni o'tirg'i chiqara olamiz. Din nomida kirib olgan narsani sirt tashib etishimiz kerak. Qilib qolgan narsani asliga akilishimiz kerak. Shunday qilish orqali bu Alloh taoloning shu Odam alayhissalomdan payg'ambar alayhissalomga tutib kelgan yo'li shu. Bir Alloh taolo tushirgan din shunday o'zi o'zgarib ketgandan keyin ikkinchi bir payg'ambar bir kishini o'zini payg'ambar qilib u kishiga shu o'z vaqtidagi dinning originalini tushirgandan keyin uni yana asliga akilish uchun şu orijinalning o'zini kishilarga tabliq qilish orqali uni asliga akagan. Misol. Bu asliga akilishniki prinsipi bu. Prinsipi Qur'onning cho'risiga yozilib qolgan shari'ning keragi yo'q. Hozir tafsir Ibn Kasir deb yozib o'tganda, tafsir Ibn Kasir deymiz, Qozi Bayzaviy deymiz. Faqat uning lug'at ma'nisi sohasida foydalanish, material sifatida foydalansak bo'ladi. Ve lekin onun içindeki rivayetki boysundurilgan yoki Yunan Hindi felsefesiga boysundurilgan mundaq yerning o'zini biz qabul qilish xato bizga. Qur'oni Karim zaten bir inson tushunamig'idek bir narsa yo'q uning ichida. Agar bir oyatni shunday tushunolmasak, osh oyatni tushuntiradigan boshqa yer mutlaq yana bir tal oyat bor. Shu oyat orqali uning o'zini izohlab tushunishga bo'ladi degan gap. Shu Qur'oni Karimda shu sura Hudning 5'ida Elif Lam Ra kitabın uhkimet ayatuhu sümme fussilet milletun hakimin habir Allah ta'budu illallah diyen ayet var Kur'an'da. Bu Ama evvelkenden arası yok, hoş mu bu? Ötkende birinci işkin nemişti mi şunu anladım kılan ona ya? Evet. Bugungi mavzuga ma'ni nima qilmagandan keyin biroz Elif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat millatun hakimin habir. Allah ta'budu illallah degan mush oyatning o'zini nima deydi desa, Elif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu. Bu kitobniki oyatlari hukm ifodalaydigan bir kitob deydi-da, uning ichida hukm bor degan gap kitobning ichida. Ayatu sümme fussilet milletun hakimin haber. O hakim haber olan, hikmetli iş kılıcı, hemmetin haberdar olan zat taraftan tefsil bayan kılınan kitap. Onun da mucmellik yok diyen gel. Eğer sen şunu bilmeylik hep kalsan, derhallaki şunu düşerbildiğin başka ayet var diyen gel. Yani Kur'an'ın başka yerde mi inne aleyna beyane diyen ayet var misal. Kur'an-ı Kerim'ni düşendiriş bizning üstümüzdeki işteydi. Bu nima uchun açtırdı Allah Teala onun özünü? Ya peygamberge ya bir alimga onun özünü koyup koymadı. Allah ta'budu illallah. Ahirisi sebebinde var Allah Teala. Allah'ın başkasına itaat kılıp kalmasının için. Eğer bir ayetin özüne men özem kallandı onçu başka, men düşençi verip onunla özemdeki hissiyatı ölen, özemli hayiş ölen onunla şunda düşençini bersem
o narsa agar Qur'ondagi haqiqiy Qur'onning mazmuni to'g'ri kelmaydigan bo'lib qolsa, insonlar men bergan tushunchaga amal qilgan vaqtida kimga amal qilgan bo'lishi vaqtida? O'sha Allohga. Menga. Evet kishiga ham. Men uni Qur'ondagi mazmuniga, Qur'ondagi umum mazmuniga to'g'ri kelmaydigan holatdagi bir tushunchani bergan bo'lsam, u vaqtda o insonlar men bergan shu tushunchaga amal qilib qolsa, menga amal qilgan bo'ldi degan gap. Yani Qur'onda bo'lmagan mazmunni tanlashab, Qur'onni selishtirib, uni men to'g'ri, men xato demay, maqida menga bersak, o chaqda shu ilohga aylantirib olgan bo'lamiz demoqchi. Uning uchun boshqa odamlarga itoat qilib insonga yoki itoat qilib qolmaslik uchun, Allohning g'ayriga itoat qilib qolmaslik uchun uni kim sharildi, kim tushuntirdi shu vaqtda? Allah onu tushuntirishni ustiga oldi degan gap. Bu yerda hadis Qur'onni tushuntirib, Qur'onni u qadar bir tushuntirishga ehtiyoj yo'q kitobga. Sen bir yerni o'zini shunday tushunmagan bo'lsa, uning o'zini darhol lekin shu oyatni tushuntirgan, shu mazmundagi oyatni shunday izlaganligini topadi misol. Masalan, Qur'onning 5-dagi Xatamallohu ala qulubihim va ala samihim va ala absarihim ghishavatun va lahum azabun azim degan oyatni nurg'un odamning qilib va ularniki qalbiga Alloh taolo bunday qalbini mo'rlayotgan o'xshaydi deb ayndaq nurg'un gapni qilibdi. Boshqa oyatlar nima deydi desa, uniki qalbini Alloh taolo mo'rlayotganini, qulg'ini anglamas qilib qo'yganligini, tilni nima, ko'zni ko'mas qilib qo'yganligini ko'rdingmi degan oyat bor. Agar ashunda qilib qo'ygan bo'lsa Alloh taolo, uni kim uni hidoyat qila oladi? Demakki Alloh taolo men hech qanday insonning qalbini pechatlab qo'ymayman, ko'zni ko'mas qilib qo'ymayman, qulg'ini anglamas qilib qo'ymayman. U yerdagi narsa nima desa, anglaganni anglamas sevagan, ko'masni ko'rganni ko'mas sevagan, haqiqatni ko'rib turib ko'mas sevagan, haqiqatni anglab turib anglamas sevagan, haqiqatni bilib turib bilmas sevagan odamlarga deyotgan gap o deyotdi Alloh taolo. Sizlar öyle bir ballarning o'zini ayet abi qalamni akvatgina menga desizlar, ballar berib siz ko'rib turlar qalamning o'zini, topolmay keldim desa, qarg'a deb qo'ydigan ish bo'ldi-ku. Bormi yo'qmi shu gaplar? Ko'zan qalb olsa nima dedi? U nima degan bo'ldi? Bola faqat ishni ko'maydi, qarg'a degan gap emas. Ani ko'mayotganligini ko'rsatayotgan narsa. Bu da shunga o'xshash, bu arabniki qoidasida ashunday narsa borchu. Bo'lgandan keyin Alloh taolo bu Qur'on tushgan vaqtda arabniki ash grammat usullariga asosan tushgan bo'lg'achqa ashunday narsalar nima qilgan. Masalan, shuning o'zidami u nima kofirning o'zini ko'zni ko'rmaydigan, qulg'ini anglamaydigan, qalbini bir narsani his qilolmaydigan qilib qo'yiqliq emas. His qilmaydigan. Ya'ni hozir vatanda shunday zulm bo'lyapti. Zulm bo'lyapsa, xuddi zulm bo'lmagandek yurgan insonlar bor Uyg'urlar orasida. Zulm bo'lyapsa, shu ko'rsimi ko'rmagandek yurayotgan, anglamagandek yurayotgan. Mana mushundaq odamlar qartilgan narsa. Ularni Alloh taolo nima deydi desa, oxirida bel nima ulay kal an'am belhum azal deydi. Ular hayvondek, balkim uningdan beter deydi. Mana mushundaq uni o'zi naytalqi tafsili bayoq haqiqat ko'z yumgan, haqiqat anglamas sanab, ko'z ko'mas sanab, bilsa bilmas sevagan odamlarga qartilgan narsaning o'zini, uning qalbini Alloh taolo qulplab qo'yibdi. Uning o'zini ko'mas qilib qo'yibdi Alloh taolo deb, uningdagi surasindagi vajalna min bayni aydim saddan va min xalfihim saddan fa'ashina va fahum la yusirun degan oyatning o'zini Payg'ambar alayhisalom shu Makkada elin o'rniga yotqizib qo'yib chiqadigan vaqtda mush oyatni o'qib chiqib ketibdi, shuni kofirni ko'rmabdi Payg'ambar alayhisalom deydi. Mushundaqmi gap bo'ladimi dunyoda? Uning oldi keyinidan biz saddan deganning o'zi dalil isbotlab va to'siyotdik degan gap bo'ldi. İnsan her tarafımız qarsak, özümüzden başlap, etrafımızda her taraf qarsak, Allah Teala'nınki mucizeleri bizge görünüp durdu. Daraxtlar, osmon cisimleri, misali, etrafımız eqiyotgan sular, vücudumuzdaki qonuniyatlar, mushlarning hammasi Allah Teala'nın bar ve birlik dalalat qilgan deliller degan gap bo'ldi. Biz o insonni delili kumbatdik degan gap qo'yadi. İnsan aşı ko'mayotdi degan gap. Unda desa,
Onun özünəlki biz küçədə oxatqa vaxtida qiyab nemi? Xəzinetul Əsrar degan bir kitap bolğan. Xəzinetul Əsrar. Onu keyin biz Xəzinetul Əsrar Xəzinetul Əsrarga deb şundaq bir at qo'ygandik. Aş kitapның özü bir adam şu 70 mingni o'qisa, vajalna min bayna aydim saddan va min xalfim saddan fashayna va famla yubsurunni 70 ming qatim o'qisa, o adam ko'z ko'rinmaydigan bo'ldi-ki. Deb hayat o'qish yurgan bolalarni, ya'ni jurtinoda ko'z ko'rinyapsizlar deb zoniqqan bizcha. Demak, bu yerdagi narsa nima desa, oyatning mazmunini tushunish kerak. Bu yerda kafirlarning o'zini Alloh taolo yani insoniyatni asosan insoniyatni bütün etrafını delil ispatil Allah'ın bar ve birlikte dalalet kılgan delil ispatlarla toşkuzayotganligini. Lekin insan şununla haqiqiy nazar ve qaramayotganligini. Eğer qarışla Allah Teala tuniyalaydiganligini, Allah Teala'nın bilalaydiganligini. Bunu bayon qilyapti Allah Teala bu yerda. Yani demekçi olan bu yerdeki bugünkü dersimizdeki maqsadi kelsak, yani bayatın bir qancha misollarni keltirdik. Masalan, Qur'ondan mush oyatniki shu vajalna min bayna aydim saddan va min xalfim saddan degan ash oyatning o'zimi ash rivoyatlarda mushundaq mo'yindoq bo'lgan deb rivoyat qilgan rivoyatlar bor. Andik Qulavuz berabbin nas degan Qulavuz berabbil falaqning o'zini Payg'ambar alayhissalomni Yahudilar o'qib o'tib ashnaqa o'z demediqanki degan ash rivoyatlar maxsus bor. Demak, rivoyatlarniki nimaga islom diniga kirib olgan taraflari nihoyat jiq. Shu sababdan bizning xalqimiz radikallashib, diniy sohada radikallashib, bu islomning haqiqatini sharahlashib ketgandan keyin ishni qilsak, bizga mushu ish bo'lgan o'xshaydi. Masalan, duo qilsak, vatan ozod bo'lgan o'xshaydi degan o'xshash misol. Payg'ambar alayhissalom umr voqi qon kechib, jafoga chidab, hech kim tatmagan jafoni tatib turib, u bir davlatni qurib chiqqini esidan chiqib ketib, Payg'ambar alayhissalom kech kunduz ko'pini ega sep qo'yib, ashni to'psida yetib duo qilib, shu ishni amalga oshirgandek bundaq o'ylash bizga xato degan gap. Bütün payg'ambarlar o kadar jafoga chidab kurash qilish orqali oxirgi natijani ashnaqa qo'lga keltirgan. Ya'ni bu Qur'oni Karimga ashundaq boshqa bir narsalarni kirdirib olib, ashuningga Qur'onning oyatlarini bo'ysundirib tarjima qilgan vaqtda Qur'oni Karimda ashundaq nurg'unliq yerlarki ma'no o'zgarib ketadi. U ma'no o'zgarib ketgandan keyin o Qur'on xuddi fantaziyadek. Misol, baytın Payg'ambar alayhisalom to'g'riliq gap qildik. Payg'ambarning o'zini şu Miraj çıktı deganning o'zimi Hristiyanlar İsa alayhissalomni Alloh taolo osmonga chiqib ketgan, o qiyomat yaqinlashgancha tushdi deb qaraydi. İsa alayhissalomni Alloh taolo osmonga chiqib ketgandan keyin bizning payg'ambarimiz uni qilib qolamdi deb uni beketli osmonga chiqib tushgan qilib mundaq ko'rsatgan. Musa alayhissalom degan Alloh taolo bilan so'zlashgan, bizning payg'ambarimiz aşağıya chiqib turib so'zlashib 50 vaqt namozni ko'tarib tushgan deb aş peygamberleri bəslashtirib, mushundaq o'zi, mushundaq uydurum rivoyatlar orqali bundaq narsalarni paydo qilgan. Bundaq narsalar yamanchiq. Buningdagi darsda bir yoki ikki mavzuni maxsus shu to'xtalamiz. Masalan, tavhid borasida to'xtalib qolib qolsak, Allohniki, Allohga iymon borasida misol to'xtalib qolib qolsak, shundaq sohada qanchalik narsaning kirib olganligi. Biz qandaq sohada nurg'ulgan ziyon tatganligimiz. Masalan, tavhid sohasida hozirgichilik mushu shafaat degan narsa shu sohaga kirib olgan. Keyingi vaqtda Payg'ambar alayhisalom shafaat qildi deb Allohning yeniga kelib uning o'zini payg'ambar Alloh taolo bütün narsaga adil hukm qilgan bir kunda Payg'ambar alayhisalom oraga kirib insonlarga shafaat qilgan bundaq bir holatni shakllantirib qilgan ishlar mushu rivoyatlarda bor. Ammo Qur'oni Karimda hech qanday yerda bundaq narsa yo'q. Demakki, inson hech bir zaman bir odamning peshiga eslarish orqali bir odamga yalvarish orqali jannatga kirolmaydiganligi. Dunyoda Alloh taologa itoat qilish qilmaslik bilan munosabat ekanligi qiyomat kunidagi ish. Her ish insonning qilgan amaliga bog'liq ekanligi. Alloh taolo shu amal orqali insonning o'zini inson o'tgan o'tmagan numarini berdiganligi, o'tganlarni jannatga, o'tmaganlarni do'zaxga soldiganligi
bayon qilindi. Nurg'un yerda, boshqa ba'zi yerda oxiratdagi azob to'g'riliq bayon qilindi. Oxiratdagi azobni nurg'un odamni qiyomatdagi azob deydi. Hammasi qiyomatdagi azob degan ma'noni uqtirmaydi. Bir odam bir yomon ishni qilsa, uning oxirisi azobliq, ya'ni insonni echinishli bir holatga tushirib qo'yganligi haqidagi bir bayonlarmi bayon qilindi bu oxirat degan mazmunda. Xuddi bizga o'xshash, misol xato yo'lni mengayverdik, oxirimiz mana mahoratga keldik. Yana xato yo'lni mengayversak, balkim yo'qlab ketishimiz mumkin. Yo'qib ketsak ham Alloh taoloning hech qanday bir o'zi parvoyi pelak, biz bilan o'zi hech qanday bir nemasi yo'q. Jinoyat hammasi o'zimizda. Uning uchun biz o'zimizni saqlab qolish uchun yo'lni to'g'ri mengish, hattoki diniy e'tiqod sohasidami aqidalarimizni to'g'ri qilish orqali jamiyatga, dunyoga moslasha oladigan bir inson bo'lish bizniki maqsad. Dunyo insonlarining orasida haqiqiy bir insonligimizni tishlay oladigan mundaq bir holatni shakllantirish, shunday bir e'tiqodni tiklash bu bizga nihoyat muhim hozirgi vaqtda. Shu rivoyatlarning sababidan hozirgachilik misol unda bo'lsa ekan jiq odamlar xapib ketadi. Nurg'un yerlarda bolalarimizni hozirgi zamon ilm fanlarini yiroqlashtirib, yana shu Qur'on yod oldirish, hadis yod oldirish ishlar bilan mashg'ul bo'layotgan ishlar nihoyat ko'p. Hozir Qur'onni o'yga necha tonna akirib olsak, nima bo'laverdi, pulimiz bo'lsa, Qur'onni akirib olsak bo'laverdi, o'qil qo'ng'osli bo'ldi. Ammo uni yodlash va hokazo qilishni o'rniga hozirgi vaqtdagi ilm fanlarining o'zini Qur'oni Karimning taqozosi bo'yicha millatimizni qutqizish uchun hozirgi zamonaviy ilm fanlardan o'rganish, uni tadqiq qilish, insoniyatning oldingi o'rniga o'tish bu bizning hozirgi vazifamiz. Shu vaqtda o'zimizni saqlab qola olamiz degan gap. Bu faqatla Qur'oni Karimniki haqiqiy din bo'lgan Qur'oni Karimga murojaat qilish orqali bo'ladi bizning e'tiqod sohada. Undan boshqa biz yana o'ydirilgan dinga ergishib ketaversak, ashunday qilqi ashunday narsani bozorga solib, qani aldab, atrofiga to'rt odamni yig'ib olib kechgacha bundaq qilish orqali millatni oxir qoldirgan odamni oxirga kirsak, oxir qilib qolaveramiz. Yana bir narsa her bir odam o'zi o'ngchoshqa kallasi tafakkur qila oladigan bir holatni yetishtirish lozim. Ammo bir odamni ustoz tutib, u odamning degan gapining hammasi rost deydigan bunday holatni tashlab o'tishimiz lozim. Masalan, men bu so'zlayapman, mening so'zimning ichida to'g'ri yerlari bor. Sizning kallangizga balkim to'g'ri kelmaydigan yerlar bo'lishi mumkin. Men to'liq bir ifodalab bera olmagan yoki to'liq tushuntira olmagan qolgan yerlarim bo'lishi mumkin. Uni to'liq meningdan yaxshi tushuntiradigan bunday odamniki tushuntirishi qarab, tushunsangiz texnik yaxshi bo'ladi. Ammo bir odamga hurmat qilish bu bir insoniy axloq. Ammo hurmat qildim deb, uniki hamma gapini xato bo'lsin to'g'ri, to'g'ri bo'lsin to'g'ri deb qabul qilaverish, bu bizni falokatga so'raydi. Shuning uchun xato bo'lsa, darhol maydonning o'zida ma gap xato, men mandaq oyatning mazmuniga asosan deb desanglar, menga yaxshi bo'ldi. Men shu oyatning mazmuniga asosan o'zim to'g'rilab olgan bo'laman. Buni hamma qarindoshlarimizdan o'zi shuni umid qilaman, ammo birovisimizni tillash qilishganda hojat yo'q. Maqsad millatniki to'g'ri bir yo'lga kelishi, millatimiz shunday qiyin kunda qolib qolgan vaqtida nurg'un odam dedi menga, bunday bir ahvol ostida buni o'ttirib chiqarish to'g'ri bo'lmay qolarmiki? Xuddi men bo'lgunchilik deb millatni oxirga so'rab ketgandek, shunday o'zi gaplar bo'ldi. U qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin, yaxshi niyat dedi. Ammo men o'ylaymanki, shu asosiy nuqtaga kelgan vaqtida hozir kirimiz inshaalloh kelar hafta boshlab millatga nurg'unlagan foydali siyosat borasida, iqtisod borasida, misol jamiyat borasida nurg'unlagan foydali narsalar millatimizga yetkazildi deb o'ylayman. Millatimiz uningdagi nurg'un narsalarda to'g'ri bir fikrlarga kelishi mumkin deb o'ylayman. Bugungi darsda diqqat chekadigan eng muhim nuqtadan birisi mening diqqatim chekkan narsadan birisi, mazmundan birisi. Agar din to'g'ri bo'lsa, biz cho'qim ikki dunyo tutgan bo'lardik yoki foyda olgan bo'lardik degan nimalar bo'ldi-da. Ilgari surildi. Undaqda faqat Qur'on bilan islagan vaqtimizda cho'qim ikki dunyo g'alaba qilamiz deyishda cheksizmi? Yani hiç şüphe yok.
Ama bunundaki nersi neyim degan vaqtida meseleni Qur'onga to'g'ri tatbiqlaydigan bir kalla yetishi kerak bu yerda. Mesela hazır siyaset deymiz, siyaset Kur'an kandak nersini oturup koyuyor. Kandak metodu var Kur'an'da, siyaset sahasında. Devlet kuruş sahasında Kur'an kandak metodunu oturup koydu. İktisat sahası kandak metodunu oturup koydu. Cemiyet sahası kandak metodunu oturup koydu mesela. İlim-fen sahası kandak metodunu oturup koydu. Bu nerslerini milletke nayeti yaxşı düşündürüş lazım. Şöyle vaqtda Kur'an'daki metodları nayeti yukarı, nayeti yüksek bir ilgar bir metodlar. Bu halkımızga nurg'ulg'an o'zi ilg'or fikrlarning o'zini to'g'ri azor Qur'on deganda degan akagidek darajada agar ashuni yaxshi tushuntira olsak, ayndaq bir yerga akildigan bir narsa endi. Shuning uchun biz halqi millatga sal ixtilof bo'lgan yerni oldiroq deb qoldik. Bu asli o'z vaqtida nuqmay qolib qoldi, ammo buni deyishimiz xato bo'lmadi. Nima uchun degan vaqtda bizniki dinimizga buzg'unchilik qilgan, dinimizni buzgan, bizni orqada qo'ygan narsalarga sabab bo'lgan, ashunday sabablari nada degan vaqtida shu rivoyat hadislari. Misol millatimiz hozirgi zamondagi eng ilg'or ashunday millat bo'lishga, har sohada ilg'or bo'lishni o'ylaydi. Ammo diniy sohadagi nurg'un odamlar va 1400 yil burungi inson bo'lishga tashabbus qildi. Davamlı rivayetini sözleş arkalık Peygamber Aleyhisselam bunda kalkı azık çotkada tişini jumgan, ben mandak yağaşı jugan dep, aşı yağaşını özünü haremden ekilip, aşını setip ölüp, aşını ol juydugan misal. En addisi. Peygamber Aleyhisselam zamanısı tögünün suyduklarını işken dep, kalkını galvan kıptıkın bek, tögünün suyduklarını iştirdiğen, o okşaş. Onun üstüge Arap'ındaki kiyim keçeklerini, milletimizdeki kiyim keçek sahasıga kürtürüş arkalık, milli, yani kiyim sahasındaki milli medeniyetimizga buzg'unchilik qilish. O'xshash, shunday nurg'ulg'an narsalar bor. Siyoset sohasidami? Hozirning o'zida, masalan, o'sha musulmon mamlakatlarda deymiz, endi uni musulmonlik degan bo'lmaydi. Shunday bo'lsa, shu Turkiya deymiz, Saudiya deymiz, shunday yerda yashayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Hozirgi Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan siyosiy metodni tushunmaganligi uchun davamlı biz tarixten bilen kim bilen düşmanlaşıp gelgen. Kim bizim dostumuz olgan, kim bizim düşmanımız olgan. Bunun özünü pek etmezden Kur'an-ı Kerim'deki Yahudi Nesara'nın uquveplekin, keşke Yahudi Nesara dep garip karşı durgan, mundaq bir nesini yitildiriklik. Unda da sen Angliyaga chiqiblekin garip setilip gitse, setilip ketkenlik emas. Bu yerki ameliyat bu. Onun için biz nemede siyaset sahasında mı Kur'an-ı Kerim kandak siyasetini tutuşunun özünü oturup koygan. Düşman mesela dost düşman arış meselesi de Allah Teala kandak metodunu oturup koygan, kandak prensipini oturup koygan misal. Biz o vaxtda kimni dost deyishimiz gerek, kimni düşman deyishimiz gerek. Bundak narsalar bizga nihoyat bek muhim hozirgi vaqtda. Misal shuncha jiroq yerdan 10 ming, 5 ming, 10 ming kilometr jiroqdan kelib Suriye, Irak gelip mesela şu aşağıda ölgen adamlar özün nayet çoğun bir hizmet kıvatkan kılıp halip kuruş hakkında ölgenlik kılıp aşında çıkıvadı da o. Muşundak nesler mi? Muşu ziyanın özü mü? Bizdeki dinini doğru düşünmeyen adamlarımızın kelgen nesi. Milletimizge özümüzün düşmanının zaten hakiki düşman kim o bizge? Biz siyaseti kandak tutuşumuz gerek. Degan narsalarni to'g'ri bilgan bo'lsa, xalqimizni mesela 15-20 ming odam o'lmaydigan gap. Mushundaq yerda bizga bu Qur'oni Karim cho'ng o'zi yetakchilik qiladi. Bu ishning buning o'zini biz agar to'g'ri shu yetarli tushuntira olsak, millatimizga cho'ng bir manfaat bo'ladi deb o'ylaymiz inshaalloh. İnşallah. Bayatın sizler bu mevzularni babida aslında ayrım to'xtalamiz dedik, lekin şu bir yerde toplum şekilde cemaat olab bugünkü dersni anglayotgan qarindoshlar ekan. Yani bu fikirler o'tirgan şu Fidoylar ekranının vasıtasıyla çıkkandan keyin biraz belgilik derecede ta'siri oldu. Çünkü bir qancha yillardan beri biz biraz sınırgan ecrimizdenki
berkiti bilen qarindaşlarımızdan jaq koňulyny utkan boluşumuz mümkin ýa-ki Allah şuna nem kılgan boluşy mümkin, ýa-da maýyl kılgan. Şoň biraz etibar berip qarap, bu ýerden kildigan paýda ziýanyň millet köýslegen täsiridin endiş kıldigan plus minus, ýani pozitif, negatif şekilde pikirler hali köp. Hem negatif düşüngenlerinin köpüncüsü hakikaten gazapni boluşuga koyap bäzi hazır açıgyny çıkırıp atypdy. Ümit kılıvatkanlarda bir xil heyran kılış, bäzen suallarni, döşkilatkan suallaryny taxmin ençikilep qayta qılıp ögüniş maksatida tirişivatkanlygy ma'lum. Cümleten bayatın sizler Miraç nime Peygamber Aleyhisselam'daki Miraç çıkkanlıkını kim körepti diyen şekilde ibarını kollarlar dedi. Dedi ki kardeşlerimizden birisi bala tuttu. Ondakta tövendeki ayetke kanda karaydı diyen de bu Sure İsra'nın 1. ayetine yolladı. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa diyen mi o? Elbette. Bu yerdeki Mescid-i Aqsa degenin özüne hazırkı şu Palestindeki şu meşrin deydi hemdi ço. Aşını maksat kılmakçı bu yerde. Ama Kur'an bayan kılan Mescid-i Aqsa bu emas. Aqsa degeni Haramның mescidiki biraz jirak bolgan mescid degen gep. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın üyü Haramniki meşridiki yakın bir yerde. Peygamber Aleyhisselam'ın üyüge Haramның mescidi yakın. Peygamber Aleyhisselam üyüge haramның mescidine nispeten biraz jirak bolgan mescidge keçide seyri kıldıgan degan gep hemdi. Keçide aşağı bagan Peygamber Aleyhisselam halkı anlagan bolsa gerek. Nimelde Darul Erkam degan Erkamның üyü degan aşındaq halkı 5-6 adam kelip jigılıp aşağıda muzakir kılıp andak kıldıgan bir öýli bolgan şu wagtda. Hoş. Aşına goşaş endi o wagtda munarını serip turup ma meşit demgen bolsunmy? Cemaat yığıldıgan bir ýerdi. Aşağı keçidi berip Peygamber Aleyhisselam şu cemaatinden söhbetleşip kılgandan eken Subhanellezi esra degen şu ayetning söýrüň özüde. Bu söýrüniki hazır ma o 1. ayet awu hemde ma nimeniň özüde etdigendi kögenme onu. Keçide bizniki Lenuriyahu min ayatina degen özü biz özümüzün ayetlerinin özünü köz tutuş üçün Muhammedni keçide Mescid-i Haramdan Mescid-i Aqsaga keçide yürüyüş kıldık degen boldu hemdi ayetniki nemisi. Mezmunu. Bu yerdeki keçide nemini kösetmekçi Allah Taala degen wagtda keçide köstügan näse Hangi ayet ne bu? 12. ayet koşumdu. 12 mi 13 mu? Az yaş göre 9, 10, 11. 12. ayetki. 12. ayetinin özde ve cealna leyle ve nehare ayeteyni femehevna ayetel leyli ve cealna ayetel nehari mubsireten litebtegu fezlen min rabbikum ve lita'lemu adedes sinin vel hisab ve kulle şeyin fesselnahu tefsila diyen muş ayetinin özü Peygamber Aleyhisselam'a keçideki alametini köstüş arkalık yani onunki kançılık ehmiyeti varlığını ne bildiriş arkalık Allah Teala muş ayet arkalık o keç gündüz ne Allah Teala Peygamber Aleyhisselam düşündürüyordu demdi. Şu yerde keçidi biz ayetlerimizi köstüşken de asman cisimlerini gördük esma ne yıldızlı ve ay var misalde aşırındaki insana boğan şu vaxtdaki seviyeye nispeten insan olan paydasının özünü Allah Teala hesablayıp bu yerde bunu da sizler ayını ve yılın hesabını, günün hesabını sizler aşındak çıkarırsızlar, muşundak özü sizlerge nemi gelir diyen gibi muşundak faydalanırsızlar diyen şu vaxtdaki faydalanış nemeler hem de bu. Nurgu yerde muşunun koşuş ayetli bu mesela vettini ve zeytun diyendeki ayetli bu bunu hazır nurgun ademle tankı zemberek diyendeki nesiden tercim kılan ancak tercim aldım baki o doğru nesi emez. Peygamber Aleyhisselam Allah Teala maayet düşürüş nime dese şu vaxtdaki seviyeye nispeten insanlar ayvel kündün nemini faydalanırsa kündüzü tirikçilik kılalaydı. Kündük sebebi düşünür mü ya?
Kündüzül keçiniki ötüşülen dese aynı künni hesaplaydigan gap. Muşunu hesaplayalaysizlar, muşunun arqılıq deganning özünü Peygamber Aleyhisselam'a Allah Teala bildiriklik degan gap. Yani bu yerdeki Allah Teala Peygamber Aleyhisselam kösetmekçi olan ayet muşu degan gap. Sure İsra'niki 12. ayette bunu bayan kıldı. Bu yerde o Peygamber Aleyhisselam keçide berip Mescid-i Aqsa'da hazırki Palestin, İsrail'deki o mescidga berip u yerden Burak degan narsani minib lekin 7-chi qat osmonga chiqqan undaq bir narsa yo'q. Bu 7-chi qat osmonga chiqqan degan to'g'riliq hech qanday bir oyat yo'q. Sur Najmidagi 17-18 mi shundaq oyatni keltirib turadi birisi. U oyatning uningga hech qanday aloqasi yo'q. Misol. Mushu nimada, mushu Isro borasida maxsus bir kunsi shuning o'zini to'xtalamiz, ham shu vaqtda tafsil shu oyatlarni akilib to'xtalamiz inshaalloh. Biz burunlamayada innama ana basharun mislukum deb Qur'onda ashun debdi-ku, ashun o'qidik-ku. Men sizlarga o'xshash odam degandekilla ish tugid degan gap. Faqat Alloh taolo payg'ambar alayhisalom vahiy berdi, boshqa taraf hammasi bizga o'xshash. Shu vaqtda payg'ambar alayhisalom shunday bir narsa minganlik osmonga 7-chi qat osmonga chiqadigan bunday ish yo'q degan gap qo'yadi. Ham u oyatning o'zi uni to'g'ri kelmaydi. Hammadan raketa chiqib payg'ambar alayhisalomning eshak minib chiqadi deb bu nima emasmi u be Chidiyama telefon qo'tanim desa. Assalomu alaykum Baqajon. Aleyküm selam Ahmetcan. Xo'sh, Ben Ahmet'ten görüyordu. Kazısılık soğan solda ma krem karım ötep gidip kaldınız bundan çetmep. Biz şöyle İsra'nın birinci ayetinde ko'rayotgan narsani Baqajim Kur'an-ı Kerim'de dediğimizde to'xta Baqajim. Ko'rayotgan narsaning ovozini o'chirib turli. Qilishma. hoş. Endi ishla. Hem de oldu mu? Biz hazır şu Nehme'yi de anlap oltağın. Biz bunun da Muhammed Salih Damullah Macim tercüme kılan Kur'an-ı Kerim'deki Sıra'nın birinci ayetine nakıl kılıp işlik etipezok. Bunun da Allah barça noksandan paktır. O Muhammed Aleyhisselam'a öz kudretimizden bazı delillerini gösterişken bendisine yani Muhammed Aleyhisselam'ı bir kişi de Mescid-i Aksa'da Erem'den etrafını bereket kılgan Mescid-i Aksa'ya ilip geldi. Hakikaten Allah hemmini anlap doğuşudur, hemmini görüp doğuşudur. Bunda bayan kerem karımız bu Kur'an'la mevzumuzun davası bu Sıra'nın birinci ayeti inkar kılgan bulmam bunda degan boğa vakti. Hazır bu Ya bu inkar kılgı emas. Bu yerdeki narsa degan vaqtda Mescid-i Haram cevap alırlar. İnan doğuşkiniz kim gelse kandağı ulan. Tamam. Cevap versin. Bayan inkar kıldı. Bo'ldi. Ben mana sizga bir tercüme qilay ya. Bak yana bir anglayın. Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescid-i haram ilal mescid-i aqsa. Deganning o'zi Mescid-i Haram, yani haramning masjididan Mescid-i Aqsaga kechida sayr qildigan zot nuqsonlardan pokdir degan gapda endi bu. Allazi barakna havlahu linuriyahu min ayatina deganning o'zi Mescid-i Aqsa degan nada u degan vaqtda u barakna havlahu bizniki muborak tuprog'imizda barakna havlahu degan biz uning atrofida barakat qilgan degan muborak tuprog'imizdagi masjid degan gap. Muborak tuproq ne u? Haram. Yani haramning doirasi degan gap bu. Yani Mekke'niki shu doirasining o'zini haram doirasini deb atadi u yerda. Men u yerga opirishlik sabab nima desam, linuriyahu min ayatina. U Muhammadga biz o'zimizning oyatlarini ko'rsatishni shunday qildik deydi. Bu oyatni mana 12-oyatda Qur'onda ashuni bayon qildi-ku. Kech kunduzniki o'zi bo'lishligi sababi nima degan vaqtda uniki bizga bo'lgan foydali tarafi kunduzi biz maishat qilamiz, kech kunduzniki nima almış bilan yilni oyni hisoblaymiz. Uningga o'zi hisoblashqa sizga foydali bo'ldi deganning o'zini Alloh taolo o'sha yerda bizga adada sinin ve hesap deganning o'zi o'sha bayon qildi. Demek ki bu yerdeki keçide Peygamber Aleyhisselam ketib o'tib osmon jismlarini ko'rdi. Ko'rgandeki buningdagi foydalarni Alloh taolo sana mandaq foydasi bor deb o foydasining o'zini tushuntirib atgan gap.
Ama mayda nurg'un yerida Masjid Aqsoning o'zini opirib, mush hozirgi Falastindagi masjid deydi. O Falastindagi masjid deganligi hech qanday asosi yo'q uniki. Uni keyin qo'yib qo'ygan Masjid Aqso deb qo'yib qo'ygan, ammo uning hech qanday nima yo'q. Masjid Aqsoniki u bo'lganlik hech qanday narsa yo'q. Aqso deganning o'zimiz arab tilida jirg'aroq degan ma'noni bildirdi. Haramning masjidini biroz yiroq bo'lgan masjid degan. Ya'ni u Falastinga necha ming kilometr yer tursa u. Ama şu çağda Müslümanların kıble kılıp kollanıvatkanlıkının yani mevcut emas degeni bulmaydı da hem de Hem de o yani Beytül Mukaddes'ten daha ne? Beytül Mukaddes'teydi o. Hoş. Beytül Mukaddes'teydi. O Mescid-i Aqsa deganning o'zi o nima bu Beytül Mukaddes deganlik emas o. Mescid-i Aqsa aşı Hep mişardan çıkardı. Hazır Sınırın nimelerde, hazır düşündürüşlerde hazır başı İsra'nın birinci ayetinde keltirilgen Mescid-i Aqsa hazır biz düşünüyotgan kıble kılıngan Mescid-i Aqsa emas deb atılıyor. Şunda mı? o emas o. Misal bu yerdeki neyse şunçilik nim kılıngan aşı rivayetini özüm nima deydi dese, o işiniki halkı deymiz o ne? Pul kılgan. Peygamber Aleyhisselam çıkkan vaqtida bir adam işten çıksa da halkısı midirlap ketdi o. Aşı halkının özü midirlap to'xtab bo'g'ich arlıqda kip bo'lgan 7-chi qat osmonga o'rib 50 vaqt namoz farz bo'lgandan keyin u farzning o'zini 5 vaqt tushirib hokazo qilib kip bo'lgan. Manda holatda bayon qildi. Bu hech qanday bir o'zi inson bir odam inson bo'lsin, insonniki nimasiga to'g'ri kelgan narsa emas. Ham bu insonniki tabiati to'g'ri kelmaydigan narsani Alloh taolo buni Muhammad qildi deb hech qachon bayon qilgan emas Qur'onda. Endişe yani şu akıllan halkının olmaydıgan möciz dep lan iman etmesen bulmaydı, işenmesen bulmaydı dediğin mezmun kirip kadılıp kalımız da hazır. Abi şimdi aşı bizdeki en çok acizlik aşı şu. Onu binazise bu mucize deydi. Mucize fakat lekin Kur'an-ı Kerim Peygamber Aleyhisselam verilgen mucize Kur'an-ı Kerim. Onundan başka bir mucize asla verilmeyen Peygamber Aleyhisselam'a. Verilmesi sebebini o Kur'an'da bayatını okuduk mu? Ne için verilmeyenlikine? Kene o ayet. Sure İsra'nınki 59. ayet iken. وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اِلَّا اَنْ كَدَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ Biz mucize evetmesliğimizdeki sebep burunqula onu yalğanğa çıkarganlık için evetmedik deydi. Ve atayna mesela yalğan çıkargan adamның akıbeti qanday bolgan degan vaqtda biz Samud qavmini mesela onunki tafsilati var başka ayetlerde. Ve atayna Samudan naqata mubsiratan fazalamu biha. Biz Samud qavmiga naqa yani Salih Aleyhisselamның qavmiga bir tish tögünün özüne mo'jiz qilib evetgan deydi. Ochiq aşkar haqimiz ko'rib turgan bir aşının özde aşını şu Samud qavmi aşını o'ltirib etgandan keyin ular nim qildi desa fazal o tögü zulm qilganligi uchun ular halok qilindi shu yerda. U boshqa so'rildi, halok boshqa oyatlarda bor bu maxsus o'zi halok qilinganligi haqida. Biz va ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Biz mo'jizni faqat insonlarni qo'rqitib qo'yish uchun evatimiz deydi. Bu yerde Allah Teala fakat Peygamber Aleyhisselam'ı gösterken oldu şu vaqtda. Eğer Peygamber Aleyhisselam şu yerga chiqqan bo'lsa shundaqmi? Chiqdi deyilgan taqdirda. Peygamber Aleyhisselam'ı gösterken bo'ldi. Şu vaqt Peygamber Aleyhisselam'ı qo'rqitish uchun ko'rsatdimi uni? Bu mo'jiz degan nimada iymon keltirmagan kofirlarga ko'rsatish uchun qilgan narsa u. Degan gap Alloh Teala buni deyapti. Yani hiç kim göstermey peygamber gösterip onun için peygamberini sen meni qo'rqamiz deb andiga qo'rqitish uchun uni qilamdimi? O hech qanday o'zi mo'jiza ko'rsatish Alloh taolaniki mo'jiza ko'rsatish o'zi metodigi hech qanday o'zi to'g'ri kelmaydigan gap bu.
Allah Teala möcüze usulünü depmayı devatmam da biz fakatla insanlarını möcüzeler korkutup koyuşunu evetimiz dedik o. Deptik mi ayette? Bu yer korkutulan başka adam yok Peygamber Aleyhisselam'dan başka. Her kanda möcüze açta korkutuşmak kelamda. Şunun için mesela bir önge Peygamber deme Musa Aleyhisselam Hasan'ın özünü ejderha kılıçtın bir önü korkutuş için çeket evetiş, pak evetiş, kan ve keza hemmesi şu bir önü korkutuş için kımıdı mı şunu? Bütün möcüze aşında oldu da. Bazıları Mescid-i Aqsa haqida kelgan ayetning agar o biz taxmin qilib kelgan hozir ishinib kelgan qabli bo'lgan Mescid-i Aqsa emas ekanligini tunji qatam anglagan bo'ldik hamda. O emas. Nimaga asoslanib turib bu emas deyildi. Shuni ham bir izohlab berami? Meniki asoslanganim birinchidan Peygamber Aleyhisselam Allah Teala bir insan dedi. O vaqtdagi qatnash qurollarını bilimiz endi. Eşek, töge, at, neskerekni, qechi neskerekni meni mağdan gep. Ya piyad mağdan gep. Onda dese Allah Teala'nın aşağıya apırıp ekiliş kudreti yetdi. Kudretin söz açmadık biz. Kudreti bütün kainat yaratışqa yetipdi o. Allah Teala o kadar kudretlik. Onu hiç kim inkar kılmaydı. Yani bu yerdeki nesne mi dese Allah Teala bir insan adetdi ki biz hiç bir insanga vahiy tushganligini bayon qilyapti. Unda qo'ygandan nima desa, u bizga bir inson bo'ladi ekan, u boshqa unda bir kechada, ya'ni qancha 1 minut desak bo'ladi, shu halqimada midirlab to'xtovchi 1 minutmi ketmaydi odatda, yarim minut. Ya bir qancha sekund. Shunchalik vaqtni ichida aşağı berib, shunchalar gap so'zlarni qilishib, qaytib keldi degan hech qanday narsaga to'g'ri kelmaydi degan gap. Bu butunlay yolg'on degan gap bu. Undaqda Sulaymon alayhissalomninki Bilqisning ordusini keltirishga aloqador kelgan oyat jo'n. O Sulaymon Aleyhisselam to'g'riliq shu vaqtga to'xtalamiz inshaalloh. Uning o'zimi bu yerda tiz ekelganlik haqidagi bir oyat o. Masalan, ko'zni yumib ochib ekelma deganning o'zimi tiz ekelganlikni bildirgan narsa o. Misol. Nurg'un yayilova. Masalan, Sulaymon Aleyhisselam shamolning o'ziga bo'ysundirganlik, yarim kunda 1 oylik yo'lni bosganlik, ya'ni yarim kunda 1 oylik yo'lni bosganlik haqida oyat bor-ku. Xo'sh. Buning o'zi nima desa, o maxsus o'lchab turib 1 oylik emas, ko'p yo'l mang'alayganlik. Masalan, shu vaqtda Sulaymon Aleyhisselam birinchi yilqi qiyiqni undaq yelkandamdiq. Yelkan bilan mang'digan shamolni boshqarib, yelkan bilan mang'digan nimani yasagan ekanda, kemini-chu. Allah. Yelkenli kemini mi? Yelkenli kemini yasagan ekan. Shu yelkenli kemini yasaganligi uchun u halqi odatda bunda qo'lvoq bilan mangsa 1 soat degani 3-4 kilometr yo'l mang'digan gap. Xo'sh. Yelkenlik narsa degani soatiga 30-40 kilometr yo'l mang'digan gap odatda. Shamol yaxshi chiqib bersa, uni yaxshi boshqara olsa. Unda qo'yganda ekan, shu yerda yarim kunda 1 oylik, ya'ni yarim kunda 1 oylik deganning o'zi bu nima emas degan gap, balki ko'p turayotganligi emas degan gap, normal ashunday keladi degan gap endi. Shu bizga ko'ngan narsa mashina deymiz ko'pincha oldimizga yo'l xaritasini ko'rsatadigan tom-tomni qo'yib olibmi, ko'ngan yo'l ketib qolamiz shu. Edan ba'zan qaydab o'tirib ko'z ko'rmay. Shuning misoli endi siz shu qadar tushundirsizmi? Yana ko'ngilning moyilligi ko'ngan tarafga biraz ma'qul keldi ekan. Adam o'rinliqdimi yo tafakkur qilmay. Bu bugungi temini yig'sak, bu hozirgi mo'jizalarga aloqador, isroil masalalariga aloqador mazmunlarni o'zining navbatida yana inchga eng yaxshisi shu. Balki bizning uni tayyorligimiz bo'lish kerak. Shuning qarta oyatlarimizni to'plashimiz kerak. Undan keyin o'zi bu yerda desak bo'ldi. Balki esimizda bor, lekin qasırda qancha oyat ekanligini biz hozir qarib olmagan, bilmagandan keyin uni mayar desek taxminan deb qo'ygan bo'lamiz. Uning uchun o shu mavzu kelgan vaqtda har mavzuda shu mavzuga munosabatlik savolni so'rasa bu yaxshi bo'ldi-ku.
Başka yerden bir sualı sorğandakinla, onun bizim tayyorligimiz bo'lmagandan bo'lmaygan gap bu. Şu onunla sevr kılamayatımız şu an. Remeyden de bir aldıraklam özümüz bildiğin ciddi bir signal gelgen bolsa, özümüz ügünü vargan ölçemli var ya, şu ölçemini tutturduğun gette manon düşmedi, anon düşmedi dep siliştirip şekilde bolgandiken biraz tağdım bağdan kep kalı demde. Mezmunga qaysak şunda başada bugünkü asıl temideki Kur'an'a fakat Kur'an kılım emel kılıp mangan çağda aldıgan paydımız nim boludu dilegen cevapqa aslideki iki dünyalık bahsarlık erişiğimiz şeksiz diler, ama yani Kur'an'a başkana koşup mangan çağda şunda keldik bugünküne kadar şunda buldu yani netice oturda desek Bolamdı ya ki yana koşmuş. Boladı. Moşu hazırkı ziyanның özüne halkımız yaxşı oylaş gerek. Oylap andakin özü bizniki zaten bir adam ziyanı tartıverse öyle oturup to'xtab turib hemen moşu ziyan tatqa qası xatolikni o'tkazdim deb o'ylandi o. Bizchilik ziyan tatqan bir millet yok. Moşunchalar ziyan tartib turib yani manga yo'llarimizda bu xatolik bormi yo'qmi demaganlikning o'zi bizniki nihoyatda hoşyar emasligimizni bildirgan narsa bu. Bir telefonla yani o da bakacım biraz kaydımatkan tarafı var şeyde anlaydı yani bir. Onu şu öz devletliğe çağda değmez inşallah. Bunda olsa bayam o Mescid-i Aksa emes de kerem parim. Bunda Kur'an-ı Kerim'de hata tercüme kıtı bütün Uygur alimlere. Hata tercüme kılayım. Bunu hiç kanda. Onu hata emes demeyimiz tercüme kanda. Doğrusunu tercüme kıtpaysa Allah paklanda olsa. Xudoyim bo'lsa, İsra'nın babı kelidi o. Bu vaqt to'xtash degan narsadan xabar yo'qkan. Men nur vaqti degan gaplarni o'qimaydigan. Bu taqa Angliya to'g'an bilan qad texnikani bilanmabdi bu odam azar. Yani sizlar bakacağım. Yetmeydigan iş yok. Müşike birinci sualını sorup ayrılırken bir programı vakti kalkın yana ikinci baskı sorarız. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de tercümesi hatalıkken ondan sonra Uygur alimleri Muhammed Salih Dağmalı'nın tartıp hemiz hata tercüme kutlu ondan sonra. Bu emes ne diyenken Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa tılgıyla demez Mahsur-i İsra bir ayette. Ondan sonra hata ki ondan sonra tercüme kutlu. Sualını aldık, cevabını alaydım. Bu anı anlap koyuş gerek. Barekna hevlehu diyenin özü bizniki mübarek tuproqdiki mescid degan gap. Mübarek tuproq nima desa, Qur'oni Karimda qaysi tuproq mübarek dedi Alloh taolo? Haramni, shundaqmi? Haramni dedi-ku, shu haramniki hajning faoliyatlarini tunishtirgan yerda haramning tuprog'ini mübarek tuproq dedi Alloh taolo. Shu mübarek tuproqning o'zidagi meshik deydi Alloh taolo. Unda xo'qadiki nima desa, haramning ichidagi bir meshit bo'lsa, bak nima deb o nimaga Falastinga berib qoldi o meshit bidamdida. Uning ustiga bir soat, bir kechining o'zida payg'ambar alayhisalom berib kelganda yerdagi meshit qanday qilib o Baytul Muqaddasda hozirgi nimada bo'ldi? Falastinda bo'ldi. O qanday imkon bo'ldi u yerda? Alloh taolo payg'ambar alayhisalom bir inson deydi ekan, bir inson qanday bir kechida shu qatnash, shu zamonda qatnashning o'zida qanday bu yerga berib kela oladi? Qani buni javob berib baxsin qani? Bayatın dedi de sizler dikkat qilmay qoldim. Mesela hazırki vaqt yolculuk, zaman yolculuk dediğim filmler var ya fantaziyalik. Ve 2050-60 yıllardan geldim. Birisi dedi bir 100 yıl burunki vaqtdan geldim. Birisi dedi bir 70 yıl keyinki vaqtdan geldim diyen şekilde filmlerini görürüz endi. Aşının mesela ondan başka hazırlıkta yeşil ekranın aldıda şəmin nərsini pəmləb, montaj qılıb, adamın aqlını lal qıldırgan, bir nərsini qığıl bulduran boğallığı üçün vaqt toxtab qaldı. Qaysı həmmədən turub qalğan, qolu bir kopi, çayını bir içədə turvatqan. Bir adam arasında mənə yüzügən çögüləb, cıq bir işini qılıb ötüb qalğan bir kino oldu. Şunun oxşaş, işte zamanının turub qırdığan, toxtab qırdığan bir yeri var, degan şəkildə düşənçili var ki, nəmdə qaldı da. Eğer şundaq bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo uni Qur'oni Karimda bizga bayon qilgan bo'ladi. Qur'oni Karimda shu bayon qilinmadimi?
yer şarı öz peti şu okuda ayrılıyotgan vaqti degan gap bu. Hem qiyin to'xtaydi. O'zi boshqa bir burunida necha 10 yillab ashundaq narsa bilan ashuna o'zini din deb kelganda ekan hozir mana Qandil deb Turkiyada Qandil kechilari deb har mam evatib turdi. Ashundaq narsa bo'lib turganda ekan uni kallini o'tkazmay qiyin to'xtaydi. Xuddi payg'ambar alayhisalom zamonasida insonlar kallasini o'tkazolmay nurg'un qatim payg'ambar alayhisalom jadallashgan ishlar bo'lgan. Bu Qur'onni biz yana shu payg'ambar alayhisalomniki Peygamber Efendimiz yetkizgen şu Kur'an'ı aynen yetkizsek insanlar yani şunda deydi. Ama bununki yen bir özü bu insanların deyişindeki haqq tarafın baçı. Bu nemi degan vaqtda Kur'an'ı hadis ya fiqh boysundurup tercim qilmasdan baya Allah bayma o'qigan aşı sura Hud'niki 5'lik oyatniki nima o usul tafsir desak bo'ldi aşı oyatning o'zini. Aşı tefsir qilish usuli asosan tercim qilgan bo'lsa Qur'onning o'zini. Bunda gap chiqmaydi, millatniki eng'ima bundaq narsa to'g'ri kelmaydi degan gap. U vaqtdagi ma paloniya beribdiki deb normal tushuncha asli bo'lgan gap. Qur'onni shu fantaziyaga o'xshash bir narsa tercim qilib qo'yganda keyin shuni bilan uni insonlar har xil shundaq shu vaqtda hozirgi zamonda bo'lmagan bo'lsa-mu, shu vaqtda alomat bir narsa bo'libdikimi deyman deydigan gap misol. Mesela Nuh Aleyhisselam zamanı Tufan balasının özünün adeti insanlar bütün dünyanı su esip ketken de düşündü hazırlıkçılık. Ama şu bir rayonu baskan nesinin özüne belki neymi okşaşma o neymi deyimiz Cenub-ı Asya'da bir devletini besip kettik o. Aşının okşaş bir vakalık olsa onun özünü bütün dünyanı su esip ketken de aynı tercim kılıp koygan deken onu aştak düşündüğün gibi insanlar. Yana bir telefon var, şunu bir iletle, ondan keyin yig'amiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdulaziz Beşler. Ovoz Nahmadan bog'landi. So'z qilsangiz bo'ldi, marhamat. Esselamu Aleyküm. Aleyküm assalam. Aleyküm assalam. Yapırsak Bu Mescid-i Haram doğruluk, Mescid-i Aksa doğruluk hep çıkarttı o. Bu Peygamber Aleyhisselam'ın vaktinde bu Mescid-i Aksa'da bir mescid, o hazırki biz körevatla, biz aşında da kubul kılatılan mescid devam etti. Bu ihtimali var mı bu bir? Bu Palestin kaçan kayısı vakitte fetih kılıngan. Bu Peygamber Aleyhisselam bilip ketken'deki fetih kılıngan o. Ömer yazarlar onun vaktinde şu da mı ya? Evet doğru. Bu kandası yok mescid ki barı doğuyor için. O bir mesele. Onun için bu yerdeki Ömeviler Abdullah İbni Zübeyir'in halifeliğine karşı Şam'da başka bir halifelik kurup bular. Aşağıya mukaddesleştirip aşık bir mescidi kurup yani şu. Onun için özlerine halifeliğini kubul kıldırış için uydurup çıkarılgan rivayetler bular için. İzlenip baksı bunu da. Bu doğruluk için. Demedisi işini vermey din özümüzden Allah bizge bergen Kur'an-ı Kerim bolgandı ki şu hiç izlesiz bunu demek için. Ben fakat bu şundan dep koymakçı. Rahmet. Hem de şu hazır kallamda nurgun nesler var. Aşını enekla devassam insanlar kötürenmaydı onu çok. Hem asta bir taraftan deydep maşında sevr kıp duruvatım ben aş partlay aş hemen maşında devatay digim keldi o. Ve lekin Moş hazım kılanmaydı, moş millet hep aşındaq asta ketivatım ben moş çıkıcı. Olmasa asıl digendek aşının özü şu meclis şu vakti bağ mı yok mu onu sürüştükken mi adam yok. Bu Peygamber Aleyhisselam zamanı istemez, Ebu Bekir'in zamanı istemiyor yok, Hazreti Umar'ın zamanı istemez, ahırki zamanlarda aşu nemine ki şu Muaviye'nin zamanı iste peyda olan nesli o fetih kılınış Umar'ın zamanı boğan bilen Muaviye'nin zamanlarda o nesli
muqaddaslaştırıp kılınan narsa şu. Umayye sulalısının zamanısında. Çık ketdi mi to'g'ridan? Yo'q, buni men nimani uzib tutaman? Savol tutganlikin deb. Bo'ldi. Men qo'shimcha shaklda bergan javobi yaxshi bir to'liqlim bo'ldi. Bu aziz qarindoshlar, bu programma naq maydonda bevosita bo'layotgan bo'lganligi uchun yana bir telefon keldi. Qizg'inligi yaxshi qarindoshlarimiz telefon olsang bo'ladi, qo'shib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, gap qilsam bo'ladimi? Bo'lib gap qiling, marhamat. Kechirasiz, men programma uzatib qo'ygan telefon qildim. Nima menimda bir hamda bir tushuncham bor shunday deb baqsam. Shu atrofimizda payg'ambarni bir xil ilohlashtirgan masalan shu deymiz islom to'g'riliq gap bo'lsa asosan shu payg'ambar to'g'riliq so'zlaymiz. Alloh to'g'riliq ning to'g'riliq gaplar pek ozimdi-ku. Shunga bir xil adamlarda men işte yüksek olanda bu insanlar Allah'a çokunmay belki şu peygamberge bekrek çokunmatkanda keşne bir yüksek bacı men de başlayan sorsa Allah uluk moya ki peygamberimiz çokunmaladıydı. Lekin de mada kılıp boğazkan hadislerimde sözünü otkan gap deyimleri neyim mesela ki dinlediğin vakti ki çöndürülgen mezmunlarına köpüğüncüsü şu peygamber doğruluğundan bulacağım ilahlaştırıcı bir xil gayivlaştırıcı bir xil nimle bir köpçü atrafımızda. Ama uyla kaldım mesela din düşmanlığı da koyumuz var mı? Nakçılık. Aşıla peygamberini ilahlaştırıcı arkalık insanlarını doğru İslam dininden ilahlaştırıcı bir vaka boğanlığı. İhtimal boğanlığı da ki sıvanmış. Anlap bakalım, rahmet. Bu nihoyatda yaxshi savol bo'ldi. Shu aslida agar maqsad shu payg'ambarni ilohlashtirib bo'lmagan taqdirdami, eng oxirida ilohlashtirgan, shu rivoyat orqali ilohlashtirgan. Shu maqsad qilmagan taqdirdami, maqsad qilgan bo'lishi, qilganlarmi bo'lishi mumkin. Lekin maqsad qilmagan bo'lsa-mu, aşı rivayetini to'qib veriş orqali payg'ambar ani qilgan, mani qilmaganni qilgan deb ashunga qig'izib, aşı o'lib ketgan odamga aşı qildi deb chaplalib bergan o payg'ambarni sifatlab, aşı ulug'iyat darajasiga aparish aşı rivayetdan kelgan misol. Buni masalan shafaat bobiga kelgan chog'da maxsus so'zlaymiz. Shafaatning o'zimi shu payg'ambarni ilohlashtirish, bir qism mollalar o'zini ilohlashtirish uchun payg'ambar Alloh bilan insonning orasiga kirib, bidikchilik qilib, uning o'zini do'zaxni qutqizib olgan bunday holatni shakllantirish uchun to'qib chiqqan narsalar bor. Buning o'zini shu navbatga so'zlaymiz, ammo shunday gap chiqib qoldi ekanda. Bu qarindishimizniki qo'ygan savol nihoyat yaxshi bir savol. Bu gerçi o payg'ambarga itoat qilish degan narsa o'tirib chiqqan bo'lsa-mu, eng oxirgi hisobda ilohlashtirish vujud chiqqan. Aslida nima bo'lish kerak desa, Peygamber anı kılındı dedi. Peygamber mani yanıldı dedi. Peygamber mani yemeğildi dedi. Dep tebliğ kılış bütünley hata o. Allah. Bütünley hata. Biz neyim dişimiz gerek şu vaktada? Diğer vaktada Allah mani kılındı dedi. Allah mani kılmanıldı dedi. Allah mani yanıldı dedi. Allah mani yemeğildi dedi. Peygamberin kıgını bu. Peygamber hayat vaktada Allah mani kılındı dedi. Mani kılmanıldı dedi. Dep tebliğ kılıklık. Peygamber avu deb qo'lil anasini ko'rsatsa, u qo'lil ko'rsatgan yerni ko'rmay, qo'lni ko'rib olaylik insonlar. Uning uchun nima bu yerdagi narsamiz itoat qilgan, ya'ni itoat qiling deb kelgan kitobga itoat qilish bo'lmay, itoat qilgan, ya'ni shu kitobga itoat qilgan, Allohning kitobi Qur'oni Karimga itoat qilgan insonni kitobni o'rniga chiqarib olish. Allah'ın kitabını o'rniga chiqarib olish orqali iloh darajasiga chiqarib olish mana mushuningdan kelib chiqqan. Hozirgi butun narsalar shu. Maxsus masalan bizning Uyg'urlarning ichida hadisni so'zlaydigan odamlar bor. 360 kun hadisni so'zlaydigan odamlar bor. Bu butunlay xato bir metod. Payg'ambar alayhisalom ani qiling dedi, mani yang dedi, ani mandaq dang dedi degan bu butunlay xato narsa. Xato tutgan yo'l. Gerçi o devatkan narsa to'g'ri bo'lsa-mu, ammo yo'l xato. Nimishqa degan vaqtda yo'l
Allah anı dağıldı de, anı kılandı de, Allah manı kımaldı de. Bu ya din Allah'ınki dini o. Onun için bunu deyiş gerek. O peygamber şunu kılanlık için emez, peygamber aşını icra kılanlık için, aşını öz icra kılanlık için o peygamber oldu. Ama onu icra kılanlık için Allah Teala onun özünü kılan diye yeri yok bizge. Allah onu kıl diye için peygamber icra kıldı onu. Onu ayette mi dedi oku? Şuna bu yerdeki bizniki arı olgan neresi neymi diye vaxtıda biz Allah diyenini kılışımız lazım. Şu vaxtıda peygamber zaten şu Allah diyenini kıl diye adam o. Eğer Allah kıl diyenini ya kılma diyenini şunu Allah'ın buyruk itaat kılmagan olsun. Nim kılattı Allah Teala onu? Laqatana minhul vetin diyek Allah Teala Kur'an'da. Onu geren tumurunu üzvatımız diyeklik. Peygamber Aleyhisselam geren tumurunu üzvatmadı mı? Demek ki Allah Teala diyenini kılan adam diyen gep var. Şunun için hürmetli qarindoshlar, bazı hamda odat bo'lib ketgan bu ishning o'zi bizga o'ng'ay to'xtamaydi. Buni qutilish 1000 yildan birisi mushundaq ishning orasida yurgandan at boğumuzni tortib, ishgan suyimizni tortib butunlay o'zi hamma sohada bizning vujudimiz sinib ketgan. Buni chiqarish o'ng'ay to'xtamagan taqdirdami? Agar hamma narsani Qur'oni Karimga tatbiqlaymiz desak, o'zimizga nihoyat o'ng'ay to'xtaydi. Oradagi pardani, orada ikki tal parda var. Men o'tganim degandim. Birisi hadis, rivoyat hadislari, yan birisi fiqh. Bu ikki narsani qoldirib lekin biz Qur'onga murojaat, udullab Qur'onga murojaat qilgan vaqtda hamma narsani o'zini o'ng'ay tushuna olmaymiz. Ammo Qur'onni yana hadisga bo'ysundirilgan, fiqhga bo'ysundirilgan holat tarjim qilingan bo'lsa, u vaqtda biz yana qutlamaymiz uni o'ng'ayliqcha. Inshaalloh uni shu Qur'onni Qur'on bilan oyat tarjim qilgan bir Qur'on vujudga chiqdi deb o'ylayapmiz inshaalloh yaqinda. Shu vaqtda onun bir 100% kılanmasakma amalning bericha kuchimizni yetishi shu aprimiz shu bir yerisiga Qur'on bilan yani oyat bilan tarjim qilish orqali. Shu vaqt texmbek kallimizda o'ng'ay o'tgan bo'ldi chunki Qur'oni Karim shu sura Isroning o'zida bor va bil haqqi anzalnahu va bil haqqi nazal degan oyat bor. Qur'oni Karim amaliyatni hal qilish uchun tushgan kitob. Amaliyatda bo'lgan voqelikni insonning hayotidagi bo'lgan voqelikni hal qilish uchun tushgan kitob. Va bil haqqi nazal degani u ham amaliyatga uyg'un tushgan kitob degan bo'ldi. Shuning uchun amaliyatdagi ishni hal qilish uchun tushgan kitob Qur'on bo'lgandan keyin biz Qur'onga murojaat qilishimiz lozim. Endi bu shu Qur'onga qaraymiz degan chog'da eng muhim oldimizga chiqarib chiqadigan ro'shan ish farqini ko'rsatadigan amallarımızdan birisi namozchu. Buna endi bunun yana kirsak ya uzarab namozning babida to'xtalmaymiz deb deyishdi. Namozning babida maxsus bir kun to'xtalayli. Shunga mushaqda kallasiga kelayotgan qarindoshlarga qilib qarsak, babini yozib qo'ydi hozir. Namozning babiga kelgan chog'da inshaalloh ekranimizda savollarni o'rtasak. Savol yozaversin. Har narsa qarta biz shu savolga, shu savolniki navbat kelgan vaqtda, shu mavzu to'xtalgan vaqtda, shu savolga javob shu chiqaverdi. Xudoyim bo'lsa, yana shu vaqtda yana qo'shimcha savol qo'ysa bo'ldi. İnşallah işte kılmak. Vakti itibarı bilen yana uzrak tutup kaldı. Şundan sonra müşahede toxtutildi. Her hafta inşallah Seyşembe günü Avrupa vakti 8:20'de yana inşallah görüşürüz. Özürden Allah razı olsun. Hamıgayla kiler katını görüştü. Aman başlamışlar. Allah'a emanet. Emmeylendi. Allah'a emanet. Muhterem qarindoshlar. Ben gapni uzartmay programımız şu Nahmaydan programımızı usulü kilovatkandan beri rangsiz, gerimsiz, nem olsa öz beti taqdim qilish şekilde kilovatımız. Biz bu yola çıkan çağda kol tutup mangan qarindoshlarımızdan dastlabda ekran çıkan çağda qanday chiqqanligini, zamonla o'tishidan qandaq mashqlar bilan yoki bir imkonlar bilan ravon holatga kelganligini unutmasligimiz kerak. Kerim Qarim şu fikirde yegane şekilde qalgan etrafdagi bütün savoldoshlar arasida qiqindi so'qindilab, ya'ni qiqili bu fikrni oshkora deyishdan bir sorun bir narsaga nihoyat oz erishgan bo'lganligi uchun ishchilikni chiqarishda ba'zan biz anglagan ko'rgan zuvandiraz ustozlarimizga qaragan chog'da tili biroz
Ular qaragancha biraz qo'pol, yirik va yoki boshqa bir shaklda bo'lishi mumkin aziz qarindoshlar. Xulosalab aytsak, Qur'onchilar mag'lub bo'lishi mumkin, ammo Qur'on cho'qim g'alaba qiladi. Mushu bizning qalbimizda bo'lsin. Cenab-ı Allah kifoya qilsin aramizga. Kimning haqiqiy nimaning davosida, nimaning g'arzi maqsadi ketayotganligini bilgan vaqtimizda inshaalloh tükürükler, ta'na, ranj minnatlar, baloyi musibatlar bugun haqni ko'rib turib sukut qilgan, tarixdan biri uni burmalash xizmat qilganlarning ustiga tushdi. O chog'da ularning holi bugungilarnikidan better bo'ladi. Allah hech qaysimiz onun ko'rsatmasin. Uningdan ilgari tövbe qiluvchilarning qatorida haqni tonuvchilarning qatori qilgan nisbatan. Aman bo'lgan qardoshlar, inshaalloh to'xtaymiz. Kelar seshanba kuni ko'rishlar. Ustoz degandek savollarimiz bo'lsa, bizga har xil shaklda yo'llab qo'ysanlar, inshaalloh javoblashga tirishamiz. Albatta, bu programmada hammani javoblash bir yolg'iz Kerim qorininki nimasi vazifasi emas. Ben o'qigan olim deganlarning hammasining o'rtaq vazifasi. Oldi bilan o'rtaga qo'yilgan fikr ixtilofi, ya'ni Qur'on manbalik islom va Qur'onning yanidagi hadis manbalik islom shaklidagi mushu fikrdan tug'ilgan uchun bu chiqaroq to'xtalib qoldik. Samimiy o'ylanishinglarni tavsiya qilamiz. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.